Xayrli kech, aziz mehmonlar, hurmatli hamkasblar, xonimlar va janoblar. Sizlarni Yevropa parlamenti binosida nanoplastik, inson salomatligi va iqlim barqarorligi uchun yashirin aloqalar va ortib borayotgan xatarlar mavzusiga bag'ishlangan anjumanda qutlayman. Anjuman Yevropa uchun vatanparvarlar siyosiy fraksiyasi hamda ALLATRA Global tadqiqot markazi tomonidan tashkil etildi. Fan anonim emas. Men Yevropa ittifoqining 2040-yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha yangi rejasini rad etishni asoslar ekanmi? Ushbu jumlani aytishga va yozishga jur'at etdim. Va men buni aytishga jur'at etganimda ilg'or birodarlar menga ashaddiy tazyiq o'tkazdilar. Nima uchun? Chunki men Yevropa iqlim doktrinasini shubha ostiga qo'ydim. Unda shunday deyilgan: Yevropa xarajatlardan, qo'shimcha qiymatdan, Yevropa ittifoqidan tashqaridagi boshqa mamlakatlarda nimalar sodir bo'layotganidan va iqlim barqarorligi bilan bog'liq bo'lgan insoniy talafotlarni ham o'z ichiga olgan boshqa omillarning mavjudligidan qat'iy nazar, issiqxona gazlari chiqindilarini imkon qadar tezroq kamaytirishi shart. Bu esa butunlay e'tibordan chetda qoldirilmoqda. Shu bois, Yevropa uchun vatanparvarlar bilan birgalikda iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish hamda jamoat salomatligi bilan bog'liq barcha o'zaro aloqalar va muammolarni muhokama qilish uchun bir nechta uchrashuvlar tashkil etishga qaror qildik. Mavzularimizning birinchisi nanoplastikka bag'ishlangan. Nima uchun? Chunki nanoplastik, masalan, mikroplastikka qaraganda shunchalik kichikki, uning organizm hujayra va to'qimalariga kirib borishi ancha osonroq. Bundan tashqari, u, misol uchun, okeanlar tomonidan karbonat angidridning yutilishiga ta'sir ko'rsatadi. Va bu jarayonda dengiz suvidagi mikrofloraning hayotchanligini o'zgartiradi. Oddiy qilib aytganda, nanoplastik nafaqat jamoat salomatligi, balki iqlim o'zgarishi bilan ham bog'liq dolzarb masalaga aylandi. Shu sababli bugun ushbu muhokamani tashkil qila olganimizdan juda mamnunman. Bugungi ma'ruzachilarni tanishtirish men uchun katta sharaf. Tadbirimizda ikkita taklif etilgan spiker kirish nutqi bilan anjumanni ochishadi. Ma'naviy diplomatlar tashabbusi rahbari, AQSh prezidenti Donald Trampning maslahatchisi, pastor Mark Burns. Yevropa parlamentiga xush kelibsiz. Shuningdek, AQShdan tashrif buyurgan ALLATRA xalqaro ijtimoiy harakati prezidenti Marina Avtsinova. Xush kelibsiz. So'ngra ALLATRA Global tadqiqot markazi ekspertlar guruhi so'zga chiqadilar. Biokimyogar Aleksandr Masniy. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Isroillik geologiya va geografiya mutaxassisi Anna Katlar. Sizni qutlayman. O'ng tarafimda chexiyalik amaliy matematika mutaxassisi doktor Kara o'tiribdi. Xush kelibsiz. Men kabi kimyoviy muhandislik bo'yicha magistr darajasiga ega bo'lgan amerikalik doktor Jon An. Sizni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Va nihoyat italiyalik akusher-ginekolog. Ona yo'ldoshida mikroplastik mavjudligini isbotlagan birinchi olim, professor Antonio Raguza. Xush kelibsiz. Ikki hamkasbimizning ochish nutqidan so'ng muhokama 4 ta qismga bo'linadi. Shuning uchun bir oddiy tashkiliy qoidani belgilab olsak. Vaqtimiz juda tig'iz. Shu bois belgilangan jadvalga imkon qadar qat'iy rioya qilishingizni so'rayman. Aks holda moderator sifatida aralashishimga to'g'ri keladi. So'z navbatini Mark Burnsga beraman. Janob Burns, Yevropa parlamentiga xush kelibsiz. So'z sizga. Katta rahmat. Avvalo, Yevroparlament a'zolariga, hurmatli janoblar va butun dunyoda ozodlik uchun kurashayotgan barcha ajoyib insonlarga murojaat qilaman. Men pastor Mark Burnsman va bu yerda o'tirish men uchun katta sharaf. Xonimlar va janoblar, biz hammadan ko'ra ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan xavflardan
olov, tutun, havoning ifloslanishidan qo'rqamiz. Ammo bugun men ALLATRA ishtirokchilari e'tiborini qaratgan hamda mening global ma'naviy diplomatiya tashabbusimning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan narsa haqida gapirmoqchiman. Bu ulkan ta'sir kuchiga ega mayda zarrachalar. Ular ehtimol allaqachon ichimizda, ehtimol allaqachon a'zolarimizga kirib ulgurgan. Va bu nanoplastikdir. Nanoplastik bu inson soch solasidan minglab marta kichikroq, nanometr o'lchamidagi plastik parchalari. Ular ko'zga ko'rinmaydi. Ulardan osonlikcha qochib qutulib bo'lmaydi. Va aynan shu narsa ularni o'ta xavfli qiladi. Bizga plastik inqilobiy material, arzon, mustahkam va qulay deb aytishgan. Lekin u hech qayerga g'oyib bo'lmasligini aytishmagan. U biologik tarzda chirimaydi. U tobora mayda zarrachalarga bo'linib boraveradi. Plastikdan yasalgan idish maydaroq parchalarga, so'ng mikroplastikka, mikroplastik esa nanoplastikka bo'linadi. Plastik eng mayda o'lchamga yetganda uchqindi bo'lishdan to'xtab, biologik materialga aylanadi. Nanoplastik juda kichik bo'lgani uchun hujayra membranalaridan o'tib, qon oqimiga qo'shilishi va tana a'zolariga kirib borishi mumkin. So'nggi tadqiqotlar inson qonida, o'pkasida, jigarida, yo'ldoshida va hatto miya to'qimalarida ham plastik zarrachalar mavjudligini aniqladi. Bu endi shunchaki atrof muhit muammosi emas. Bu inson salomatligi bilan bog'liq muammo. Biz bu ta'sirga qay darajada duchormiz? Bu biz uchun qanchalik xavfli? Biz bu zarrachalarni nafas bilan yutamiz, ichamiz va yeymiz. Nanoplastik qadoqlangan va vodoprovod suvida, dengiz mahsulotlarida, tuzda, meva-sabzavotlarda, hatto uylarimizda va biz nafas olayotgan havoda ham topilgan. Plastik har safar isiganda, ishqalanganda yoki quyosh nuri ta'sirida yemirilganda, undan mikroplastik zarrachalar ajralib chiqadi. Sintetik kiyimlar yuvilganda ularni chiqaradi. Shinalar yo'llarda ularni qoldiradi. Oziq-ovqat idishlari qizdirilganda ularni ajratadi. Bu ta'sir vaqti bilan emas, balki har kuni sodir bo'ladi. Mana sizga achchiq haqiqat. Fan vaziyat rivojidan ortda qolyapti. Nanoplastikni o'lchash juda qiyin. Ammo dastlabki tadqiqotlarning o'ziyoq jiddiy xavotir uyg'otyapti. Ular nanoplastik yallig'lanishga sabab bo'lishi mumkinligini ko'rsatyapti. U hujayralarning shikastlanishi, gormonal tizim va a'zolar faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, u ichak mikrobiomini, immunitetni, ovqat hazm qilish tizimlarini va hatto ruhiy salomatlikni ham izdan chiqarishi mumkin. Xavotir uchun yana bir sabab bor. Nanoplastik tashuvchi vazifasini o'taydi. U zaharli kimyoviy moddalar, pestitsidlar, og'ir metallar va abadiy kimyoviy moddalar deb ataluvchi birikmalar bilan bog'lanadi. U bu toksinlarni to'g'ridan-to'g'ri hujayralarimizga olib o'tishi mumkin. Shunday qilib, ular nafaqat atrof muhitni ifloslantiryapti, balki ko'payapti ham. Eng xavotirli kashfiyotlardan biri nanoplastikning inson miyasiga potensial ta'siridir. Ayrim tadqiqotlarga ko'ra, nanoplastik qonga o'tib, eng muhim a'zolar va hujayralarni himoya qilishga mo'ljallangan gematoensefalik to'siqdan ham o'ta oladi. Bu bilan biz mutlaqo yangi bir bosqichga qadam qo'yapmiz. Bundan ham tashvishlisi, plastik zarrachalar hatto yo'ldoshda ham aniqlangan. Bu esa uning ta'siri bola tug'ilmasidanoq boshlanishini anglatadi. Insoniyat tarixida ilk bor biz sintetik ifloslantiruvchi moddani farzandlarimiz ilk nafasini olishidan avval keyingi avlodga o'tkazyapmiz. Lekin nanoplastik faqat biz bilan cheklanib qolmaydi. U ekotizimga ham singib boryapti.
Baliqlar planktonni, qushlar esa baliqlarni yeydi. Pirovardida ularni biz iste'mol qilamiz. Plastik tuproq unumdorligiga ta'sir qilib, o'simliklar o'sishiga xalaqit beradi va qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan mikrobiologik tizimlarni izdan chiqaradi. Bu eng yuqori darajadagi sayyoraviy tahdid. Bunga ishonchim komil. Bundan tashqari, plastik zarrachalarining o'ta maydaligi tufayli mavjud himoya vositalarining aksariyati ulardan himoya qila olmaydi. Oddiy maishiy filtrlar nanozarrachalarni doimiy va ishonchli ushlab qolishga mo'ljallanmagan. Standart havo tozalagichlar esa ularni na havodan, na hayotimizdan chiqarib tashlay olmaydi. Bu zarrachalar tirik to'qimalarga kirib borgach, muammo yanada jiddiylashadi. Nanoplastikni organizm hujayralaridan shunchaga chiqarib tashlashning iloji yo'q. Biologik to'siqlardan o'tib ketgan narsani osonlikcha ortga qaytarib bo'lmaydi. Hatto biz plastik chiqindilar bo'yicha tez-tez ishlatadigan yechimlar ham muammoni hal qilmaydi. Qayta ishlash ko'zga ko'rinadigan chiqindilar miqdorini kamaytirishi mumkin, biroq allaqachon parchalanishni, tarqalishni va havoga singishni boshlagan plastikni yo'qota olmaydi. Bu shuni anglatadiki, ertaga plastik ishlab chiqarish sekinlashsa ham, bundan oldin boshlangan ta'sir bartaraf etilmaydi. Bu oddiygina chetga surib qo'yiladigan muammo emas. Ta'sir davom etayotgan bir paytda muammoning mohiyati hali to'liq aniqlanmagan ekan, xavflar nazariya bosqichida qolib ketmaydi. Bu zarrachalar ekotizimlarda, inson organizmida to'planib, avloddan avlodga o'tishi mumkin. Aynan shuning uchun ham ushbu muammoni, bu xavfni anglab yetish barcha insonlar uchun o'ta muhim. U irqi, terisining rangi, dini yoki iqtisodiy tizimidan qat'iy nazar barchamizga daxldor. U butun insoniyatga ta'sir qiladi. Shu bois men bu yerda ma'naviy diplomat sifatida so'zga chiqib, bu tashvishli ma'lumotni tinglashni istaganlarga yetkazyapman va zudlik bilan chora ko'rish zarurligini aytayapman. Sizlar bilan birga bo'lish, muloqot qilish, sizlarni tinglash va bong urayotganlardan biri bo'lish men uchun katta sharaf. Nanoplastik asosiy mavzuga aylanishi lozim va men nanoplastik muammosining yechimiga ega bo'lgan ushbu ajoyib yetakchilarning ma'ruzalarini mamnuniyat bilan tinglamoqchiman. Ruhlantiruvchi ochish nutqingiz uchun katta rahmat, Pastor Burns. Navbatdagi so'zni mamnuniyat bilan ALLATRA xalqaro harakati prezidenti Marina Avtsinovaga beraman. Marhamat xonim, so'z sizga. Katta rahmat. Xonimlar va janoblar, janob Knotek, hurmatli parlament a'zolari, aziz mehmonlar. Men uchun Yevropa demokratiyasining qoq markazida bo'lish va shunday muhim mavzuni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lish katta sharaf. Janob Knotek, nanoplastik masalasini Yevroparlament darajasiga olib chiqqaningiz uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Bu haqiqatan ham juda muhim va janob Burns hozirgina ta'kidlaganidek, odamlar bu g'oyani qabul qilib, tadqiqotlarni davom ettirishlariga chin dildan umid qilaman. Men ALLATRA xalqaro ijtimoiy harakati nomidan so'zlayapman. Bu 180 mamlakatdan yig'ilgan turli sohalardagi olimlar, tadqiqotchilar va mutaxassislardan iborat xalqaro ko'ngillilar hamjamiyatidir. Faoliyatimiz iqlimiy, geodinamik va albatta ekologik xavflarni kompleks o'rganishga qaratilgan. Biz ilmiy hamjamiyat va umuman jamiyat ushbu tahdidlarni yanada chuqurroq anglab yetishiga harakat qilamiz. Xalqaro miqyosda biz asosiy global maydonlarda faoliyat yuritamiz. So'nggi 2 yil ichida vakillarimiz COP16, COP29, COP30 konferensiyalarida hamda BMT va OBSE tadbirlarida ishtirok etishdi.
2026-yil boshida AQShda prezident Donald Trampning ma'naviy maslahatchisi pastor Mark Burns boshchiligida hamda uning ma'naviy diplomatlar tashabbusi tufayli ALLATRA platformasida, Kapitoliy va AQSh Kongressi binolari majmuasida inson huquqlariga bag'ishlangan bir qator muhim tadbirlar bo'lib o'tdi. Ilmiy jihatdan esa bu borada asosiy o'rinni tadqiqot platformamiz ALLATRA Global tadqiqot markazi egallaydi. Bu AQShda notijorat tashkilot sifatida rasman ro'yxatdan o'tgan hamda Yevropa Ittifoqining shaffoflik reyestriga kiritilgan mustaqil tahliliy markaz. Bugungi anjuman ALLATRA ilmiy tadqiqot markazi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan Biosferadagi nanoplastik molekulyar ta'sirdan sayyoraviy inqirozgacha nomli 2025-yilgi hisobotga asoslangan. Ma'ruza ustida ishlash jarayonida ilhom manbalaridan biri sifatida ALLATRA harakatining atrof muhitni muhofaza qilish borasidagi sa'y-harakatlari e'tirofi o'laroq 2024-yilda Rim papasi Fransiskdan olgan havoriylik duosi xizmat qilganini alohida mamnuniyat bilan ta'kidlamoqchiman. 2025-yilda esa ALLATRA ko'ngillilarini Rim papasi Lev 14 ham duo qildi. Muqaddas taxt tomonidan ko'rsatilgan bunday ma'naviy ko'mak tufayli ALLATRA Global tadqiqot markazi vakillarining mikro va nanoplastik bo'yicha olib borgan ko'p yillik fanlar aro tadqiqotlari 2025-yil noyabr oyida namoyish etilgan Nanoplastik hayot uchun tahdid nomli ilmiy ommabop filmga asos bo'lib xizmat qildi. Film xalqaro e'tirofga sazovor bo'lib, jumladan Mangame, London va Latitude Film Awards festivallarida mukofotlarga loyiq topildi. Bugun mana shu minbarda men bilan birga tadqiqot markazining AQSh, Isroil, Germaniya va Chexiyadan tashrif buyurgan vakillari ham ishtirok etmoqdalar. Shuni ta'kidlash joizki, ular dunyoning yetakchi institutlari ekspertlarini o'z ichiga olgan ulkan xalqaro ilmiy konsorsiumning bir qismidir, xolos. Ular bu yerga ALLATRA Global tadqiqot markazining umumiy natijalari va xulosalarini, jumladan mikro va nanoplastikning tarqalishi inson salomatligi hamda ekotizimlar yaxlitligiga qay darajada ta'sir ko'rsatishini taqdim etish uchun kelishgan. Barcha ishtirokchilarni samimiyat va o'zaro hurmat ruhidagi professional, mas'uliyatli va konstruktiv muloqotga chorlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Endi esa asosiy ma'ruzachimiz Dr. Jon Annni tanishtirish sharafiga muyassarman. Dr. Ann kimyo muhandisligi va barqaror texnologiyalar sohasidagi mutaxassisdir. U Myunxen Texnika universitetida PhD, INSEAD biznes maktabida MBA va Berkleydagi Kaliforniya universitetida magistrlik darajalariga ega. Markazimizda u plastikning inson salomatligi va sayyoraviy tizimlarga ta'siri masalalari bilan shug'ullanadi. Dr. Ann, so'z sizga. Hurmatli Yevropa parlamenti a'zolari, hamkasblar, xonimlar va janoblar. Hamkasblarim bilan birgalikda ALLATRA Global tadqiqot markazi nomidan so'zga chiqish imkoniyatini berganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Bugun biz yaqindagina sof ekologik muammo deb qaralgan, ammo bugungi kunda tibbiyot, iqlimshunoslik va davlat siyosati uchun tobora dolzarblashib borayotgan mavzuni muhokama qilish uchun yig'ildik. Gap mikro nanoplastik hamda u bilan bog'liq xatarlar xususida ketyapti. 10 yillar davomida plastik bilan ifloslanish bizga ko'zga ko'rinadigan hodisa, plyajlardagi idishlar, okeandagi yoki axlatxonalardagi chiqindilar bo'lib tuyulgan. Biroq so'nggi ma'lumotlar eng jiddiy oqibatlar ko'zga ko'rinmas, mikro va nano darajada yuzaga kelishini ko'rsatdi. Plastik deyarli biologik parchalanmasligi aniqlangan.
U quyosh nurlari, harorat o'zgarishlari va mexanik ta'sir ostida yo'qolmay, aksincha, tobora mayda zarrachalarga bo'linib boradi. Plastik hech qayerga g'oyib bo'lmaydi. U miqyosini o'zgartiradi. Miqyos o'zgarishi bilan esa uning atrof muhit bilan o'zaro ta'siri xususiyati ham o'zgaradi. Bugungi kunda bu zarrachalar hamma yerda. Biz iste'mol qiladigan oziq-ovqatda, ichadigan suvimizda va hatto nafas olayotgan havomizda ham bor. Ular qo'riqlanadigan baland tog'lardan tortib okean qa'rigacha bo'lgan eng qiyin joylarda va hatto inson organizmining ichida ham topilyapti. Muhokamamizni quyidagi asosiy savoldan boshlaymiz. Uzoq xizmat qilishi uchun yaratilgan sintetik material tabiatning abadiy tarkibiy qismiga va tanamizning bir bo'lagiga aylansa, nima sodir bo'ladi? Bu savolga javob berish uchun masalaga fanlar aro yondashamiz va muammoni bir nechta ilmiy yo'nalish nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Avvalo, mikro va nanoplastik qanday hosil bo'lishini, tabiatda qanday aylanishini va organizmda qanday to'planishini tahlil qilamiz. So'ngra uning salomatlikka ehtimoliy oqibatlari va bu jarayonlar zamiridagi mexanizmlarga o'tamiz. Jumladan, zarrachalarning sirt zaryadi ularning biologik tuzilmalar bilan o'zaro ta'sirini qay tarzda kuchaytirishi mumkinligini muhokama qilamiz. Shundan keyin nigohimizni sayyora miqyosigacha kengaytirib, plastik zarrachalari atmosfera jarayonlariga, bulutlarning hosil bo'lishiga va okeandagi issiqlik almashinuviga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Okean haroratining so'nggi paytlardagi g'ayrioddiy ko'tarilishi, uning geodinamik faollik bilan ehtimoliy aloqasi hamda tabiiy ofatlar va iqtisodiy barqarorlikka uzoq muddatli ta'siri haqida ham so'z yuritamiz. Bugungi kunda mikro va nanoplastik muammosi sog'liqni saqlash, ekologiya va iqlim sohalari tutashgan nuqtadagi murakkab, tizimli masaladir. Hech bir mamlakat yoki muassasa buni yakka o'zi hal qila olmaydi. Shu bois bugungi uchrashuvimiz dalillarini birgalikda o'rganish hamda ilm va hamkorlikka asoslangan aniq, muvofiqlashtirilgan yo'lni belgilab olish uchun bir imkoniyatdir. Mamnuniyat bilan birinchi ma'ruzachimizni tanishtiraman. Isroillik Anna Katlar xonim. Anna ekolog, Allatra Global tadqiqot markazi qoshidagi ilmiy maslahat va tadqiqot kengashining vakili. Anna, marhamat, so'z sizga. Xayrli kun. Bugun oldingizda so'zga chiqish men uchun katta sharaf. Plastik endi atrof muhitdan ajralgan alohida narsa emas. Aksincha, u tabiatning bir qismiga aylanib, uning tabiiy jarayonlarini asta-sekin izdan chiqaryapti. 20-asr o'rtalaridan buyon dunyoda 9 milliard tonnadan ortiq plastik ishlab chiqarildi. U eng talabgir materiallardan biriga aylanib, transport va aviatsiyadan tortib, tibbiyot, kosmetika va maishiy buyumlargacha deyarli hamma sohada qo'llanadi. Ammo bu hajmning 10% dan kami qayta ishlanadi, xolos. Uning asosiy qismi esa shunchaki tabiatda to'planib boradi. Keling, oddiy plastik idishni misol qilib olaylik. Vaqt o'tishi bilan u yo'q bo'lmaydi, balki qum donasi kabi mayda, 5 mm dan kichik zarrachalarga parchalanadi. Bu mikroplastik. Bunday zarrachalarning ayrimlarini ko'z bilan ko'rishimiz mumkin, lekin ko'pchiligi oddiy changdan farq qilmaydi. Bu plastik chang esa yanada maydalanishda davom etadi. Zarrachalar shunchalik kichrayib ketadiki, ularni hatto oddiy mikroskopda ham ko'rib bo'lmaydi. Ular inson soch tolasidan minglab marta kichik, tanamiz hujayralari va ko'plab bakteriyalardan ham kichikroq bo'lishi mumkin. Bu esa endi nanoplastik deganidir. Lekin shuni tushunish muhimki, plastik parchalanganda nafaqat zarrachalarning o'lchami, balki ularning xususiyatlari ham o'zgaradi. Agar diametri taxminan 5 mm bo'lgan bir parcha 1 mikrometr o'lchamdagi zarrachalarga bo'linsa, ularning soni bir necha barobar ortadi. Bitta shunday parchadan 100 milliardlab mikroskopik zarrachalar hosil bo'lishi mumkin. Shu bilan birga ularning umumiy sirt maydoni mislsiz darajada kengayadi. U dastlabki plastik bo'lagidan minglab marta kattaroq bo'lishi mumkin. Holbuki aynan sirt maydoni bu zarrachalarning suv, havo, kimyoviy moddalar va tirik to'qimalar bilan qay darajada faol ta'sirlashishini belgilaydi. Bundan tashqari, zarracha qanchalik kichik bo'lsa, sirt effektlari, jumladan plastikning elektr zaryadini to'plash va ushlab turish qobiliyati shunchalik kuchli namoyon bo'ladi.
Zaryadning mavjudligi esa uning fizik-kimyoviy faolligini keskin oshiradi. Demak, plastikning parchalanishi shunchaki mexanik yemirilish emas, balki materialning sifat jihatidan mutlaqo boshqa holatga o'tishidir. U nisbatan inert bo'lgan yirik chiqindidan juda ko'p miqdordagi faol mikrozarrachalarga aylanadi. Ana shu mikrozarrachalar uchun aynan sirtqi o'zaro ta'sir tabiiy va biologik tizimlardagi harakatning hal qiluvchi omiliga aylanadi. Bu o'zgarishning oqibatlariga biroz keyinroq yana qaytamiz. Okeanda allaqachon 200 million tonnadan ortiq plastik chiqindilari mavjud va bu raqam kun sayin ortib boryapti. Ilgari okean plastik to'planadigan so'nggi manzil, o'ziga xos global chiqindixona deb hisoblanardi. Ammo ma'lum bo'lishicha, u shunchaki oraliq bir havza ekan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, dengiz shabadasi har yili 136 ming tonnagacha mikroplastikni qirg'oqqa olib chiqishi mumkin. Bu kuniga 370 tonnadan ortiq degani. Shu sababli qirg'oq bo'yi hududlari aholisi bu zarbani birinchi bo'lib o'ziga qabul qiladi. Bugungi kunda jahon okeanida 5 ta axlat dog'i bor. Biroq olimlar allaqachon 6-chi axlat dog'i deb atayotgan O'rta Yer dengizidagi vaziyat alohida xavotir uyg'otmoqda. Qolaversa, boshqalardan farqli o'laroq, u asosan mikroplastikdan iborat bo'lgani uchun ko'zga ko'rinmaydi. Bu mintaqada suv yuzasidagi mikroplastik konsentratsiyasi mashhur Buyuk Tinch okeani axlat dog'idan 4 baravar yuqori. Bu esa mazkur muammoni aynan Yevropa aholisi uchun o'ta dolzarb qilyapti. Ammo plastikning ta'siri faqat qirg'oq bilan chegaralanib qolmaydi. Atmosferaga ko'tarilgan havo oqimlari mikro va nanoplastikni minglab kilometr masofaga, materiklar ichkarisiga olib boradi va ular o'sha yerda yomg'ir hamda qor bilan birga yog'iladi. Masalan, Fransiya Pireneyida yog'ingarchilik bilan birga mikroplastik tushishi qayd etilgan. Xuddi shunday holat Alp tog'laridan tortib Arktikagacha kuzatilyapti. Boshqacha aytganda, mikro va nanoplastik nafaqat faol xo'jalik faoliyati olib boriladigan hududlarda, balki an'anaviy ravishda deyarli daxlsiz deb hisoblangan joylarda ham uchrayapti. Quruqlikda yomg'ir va qor bilan birga yerga tushgan bu zarrachalar o'rmonlarda, o'simliklarda, qishloq xo'jaligi yerlari va tuproqlarda to'planadi. O'sha yerda ular o'simliklarning ildiz tizimi bilan o'zaro ta'sirlashadi. Mikroplastik allaqachon sabzavotlar, mevalar va donli ekinlar tarkibida topilyapti. So'ngra oziqa orqali qishloq xo'jaligi hayvonlari organizmiga tushib, sut va go'shtda aniqlayapti. Ya'ni plastik allaqachon oziq-ovqat zanjiriga kirib ulgurgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mikroplastik fotosintezni sekinlashtirishi mumkin. Bu esa jahon miqyosida asosiy ekinlar hosildorligining o'rtacha 4% dan 14% gacha kamayishiga olib keladi. Baliqlar va quruqlik hayvonlarida mikro va nanoplastik yallig'lanish, to'qimalarning shikastlanishi, moddalar almashinuvining izdan chiqishi va a'zolar faoliyatining buzilishiga sabab bo'ladi. Bu endi nafaqat mahsulot sifati, balki umuman oziq-ovqat xavfsizligi masalasidir. Shunday qilib, mikro va nanoplastikka mahalliy chiqindi muammosi sifatida emas, balki sayyora miqyosidagi yangi fizik-kimyoviy omil sifatida qarash lozim. Shu bois muammoning yechimi chiqindilarni boshqarish doirasidan ancha tashqariga chiqadi. Bu jamoat sog'lig'ini saqlash, ekologik barqarorlik va birozdan so'ng eshitadiganimizdek iqlim xatarlari sohasidagi siyosatni qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Katta rahmat. So'zni Jon Annga qaytaraman. Demak, mikro va nanoplastik tom ma'noda hamma yerda. Biz yeydigan oziq-ovqatda, ichadigan suvimizda va nafas olayotgan havomizda. Qon oqimiga tushgach, bu zarrachalar butun tana bo'ylab aylana boshlaydi. Nature Medicine jurnalining so'nggi obzorida qayd etilishicha, ular turli to'qima va a'zolarda, jigar, buyrak, yurak, qon tomirlari, yo'ldosh va hatto ona sutida ham topilgan.
Bundan tashqari, bu zarrachalar oshqozon ichak tizimi, o'pka, endokrin va reproduktiv tizimlarda to'planadi. Va bu holat organizm faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan buzilishlar bilan bog'lanadi. Kimyoviy muhandislik sohasida 20 yildan ortiq tajribaga ega shaxs sifatida men bu ma'lumotlarni o'ta xavotirli deb hisoblayman. Mikro va nanoplastik organizmimizga oziq-ovqat, teri bilan aloqa va nafas olish orqali doimiy ravishda kirib turadi. Biz bu ta'sirga uzluksiz duchor bo'lamiz. Ayniqsa zarrachalarni nafas orqali yutish eng xavfli yo'l bo'lishi mumkin. Xitoyning sharqiy sohilidagi shaharlardan birida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, ochiq havodan inson 1 yil davomida 1 milliongacha plastik mikrozarrachalarni nafas bilan yutishi mumkin ekan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, nafas olish jarayonida bu zarrachalar, ayniqsa sirtida elektr zaryadga ega bo'lganlari, hid bilish nervi orqali to'g'ridan-to'g'ri miyaga o'tishi mumkin va ularning aniq miqdori allaqachon miyada qayd etilgan. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarning birida mikro va nanoplastikning eng yuqori konsentratsiyasi aynan miya to'qimalarida aniqlangan. Bu ko'rsatkichlar jigar va buyraklardagidan 7-30 baravar yuqoridir. New Mexico universiteti tadqiqotchilarining hisob-kitoblariga ko'ra, o'rta yoshli odamda har 1 gram miya to'qimasiga qariyb 4900 mikrogram plastik to'g'ri keladi. Bu organning umumiy og'irligidan taxminan 0,5% ni tashkil etadi. Mutlaq raqamlarda ifodalaganda, bu taxminan 7 gram demakdir. Tasavvur qilishingiz uchun bu kichik plastik qoshiqning vazniga teng. Shu o'rinda bir muhim jihatni ta'kidlash lozim. Bolalar uchun vaziyat yanada xavfliroq bo'lishi mumkin. Tana vaznining kamligi hamda har kilogram vaznga nisbatan havo, suv va oziq-ovqatni ko'proq iste'mol qilishi sababli bolalar organizmiga kattalarga qaraganda bir necha barobar ko'p plastik kiradi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, bu miqdor 4 baravargacha ko'p bo'lishi mumkin. Shu bois haqli savol tug'iladi. Bu zarrachalarning organizmda to'planishi sog'liq uchun sezilarli oqibatlarga olib keladimi? Yevropa nevrologiya akademiyasining ma'lumotlariga ko'ra, atrof muhitida mikro va nanoplastik miqdori yuqori bo'lgan qirg'oq bo'yi hududlari aholisida funksional buzilishlar ko'proq kuzatiladi. Xususan, ularda kognitiv buzilishlar 9% ga, harakatlanish bilan bog'liq muammolar 6% ga, o'zini eplay olish bilan bog'liq qiyinchiliklar 16% ga, mustaqil hayot kechira olmaslik holatlari esa 8% ga ko'proq uchraydi. Garchi bu ma'lumotlar sabab-oqibat bog'liqligini isbotlamasa-da, ular ta'sir mexanizmlariga oid yangi dalillar bilan to'la mos kelyapti. Bu esa plastik zarrachalari miyaga kirib, neyro yallig'lanishni keltirib chiqarishi va hujayra gomeostazini buzishi mumkinligidan dalolat beradi. Biroq mikro va nanoplastikning ehtimoliy ta'siri faqat zarrachalarning o'zi bilangina bog'liq emas. Mikro va nanoplastik jismonan mavjudligidan tashqari, o'zida ftalatlar, bisfenollar va polibromlangan difenil efirlari kabi kimyoviy qo'shimchalarni tashishi bilan ham xavfli. 2015-yilda ana shunday qo'shimchalardan bor yo'g'i 3tasining sog'liqqa yetkazgan zarari 1,5 trillion dollarga baholangan. E'tibor bering, plastik ishlab chiqarishda 16 mingdan ortiq kimyoviy birikma qo'llaniladi. Ularning ko'pchiligi sog'liqqa uzoq muddatli ta'siri bo'yicha umuman tekshirilmagan. Mikro va nanoplastikning biologik ta'siriga hissa qo'shish mumkin bo'lgan yana bir muhim omil bu ularning sirt zaryadidir. Plastik zarrachalari havoda ishqalanish, bu triboelektrik effekt deb ataladi, yoki suv va biologik suyuqliklardagi ionlarni yutish hisobiga sirt zaryadini to'playdi va ushlab turadi. Zaryad plastikning hujayralar, organellalar hamda DNK va oqsillar kabi biomolekulalar bilan o'zaro ta'sirini kuchaytiradi. Zarracha qanchalik kichik bo'lsa, sirtqi o'zaro ta'sirlar shunchalik kuchli namoyon bo'ladi va biologik ta'sir ham shunchalik keng ko'lamli bo'lishi mumkin. Yaqinda chop etilgan bir ilmiy maqolada aytilishicha, plastikning ekologiya va salomatlik uchun qay darajada xavfli bo'lishida sirt zaryadi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Zarrachalar biologik suyuqliklarga tushganda yana bir muhim mexanizm ishga tushadi. Ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, mikro va nanoplastik oqsillar, lipidlar va boshqa molekulalar bilan tezda qoplanib, ekotoj deb ataluvchi qatlamni hosil qiladi. Slaydda ko'rsatilganidek, molekulalar qon oqimidagi zarrachaga yopishib, uning atrofida qobiqni hosil qiladi. Bu qobiq esa zarrachaning hujayralar va immun tizimi tomonidan tanib olinishini o'zgartiradi.
U endi begona jism sifatida qabul qilinmaydi, balki o'z yuzasiga birikkan molekulalar bilan belgilanadigan yangi biologik o'ziga xoslikka ega bo'ladi. Natijada bunday zarrachalar hujayralar ichiga osonroq kirib borishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mikroplastik va ayniqsa nanoplastik organizmning asosiy himoya to'siqlari, ichak, o'pka, yo'ldosh, gematoensefalik to'siqlardan o'ta oladi. To'qimalarga tushib qolgan bu zarrachalar organizmdan qiyin chiqariladi va u yerda uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Bundan tashqari mikro va nanoplastik viruslarning turg'unligini oshirishi ham mumkin. Viruslar plastik zarrachalarga tom ma'noda yopishib oladi. Ayrim tajribalarda virus dozasining 99%gacha ularning yuzasiga o'tirishi kuzatilgan. Oddiy sharoitda tez nobud bo'ladigan viruslar plastik yuzasida bir necha kun, ba'zi hollarda esa bir haftagacha faol bo'lib qoladi. Ana shunday yuzasi sirtiga yopishishi tufayli mikro va nanoplastik viruslar uchun tashuvchi vazifasini o'tab, ularning uzoqroq yashashiga va osonroq tarqalishiga yordam beradi. Shuni ta'kidlash joizki, bu zarrachalar to'g'ridan-to'g'ri biologik ta'sir ham ko'rsatadi. Zaryadlangan mikro va nanoplastik hujayralarning normal ishlashi va omon qolishi uchun zarur bo'lgan nozik hujayraviy jarayonlarni izdan chiqarishi mumkin. U hujayralar aro signalizatsiyaga ta'sir ko'rsatishi, hujayralarning dasturlashtirilgan o'lim mexanizmlarini ishga tushirishi hamda mitoxondriyalar faoliyatini, demakki, hujayralar o'rtasidagi energiya almashinuvini buzishi mumkin. Ushbu mavzu haqida Aleksandr Masniy batafsilroq so'zlab beradi. Aleksandr biokimyogar, bioinformatika sohasida tabiiy fanlar magistri, ALLATRA Global tadqiqot markazining ilmiy maslahat va tadqiqot kengashi vakili. Aleksandr, marhamat, so'z sizga. Rahmat. Bugun bu mavzuda so'z yuritish men uchun katta sharaf. Keling, nanoplastik zarrachalarning ta'siri va ularning tirik hujayra ichida elektrostatik zaryad to'plash qobiliyati haqida nimalar ma'lumligini ko'rib chiqaylik. Dr. An ta'kidlaganidek, bugungi kunda miyada nanoplastik to'planishi mumkinligiga oid ko'plab dalillar mavjud. Xo'sh, hujayra darajasida, ya'ni neyronlar ichida nima sodir bo'ladi? Buni yaqqolroq tasavvur qilish uchun hozir nanoplastik zarrachalarning elektrostatik zaryadi tirik hujayralarga qanday ta'sir etishini sxematik tarzda ko'rsatuvchi qisqa animatsiyani tomosha qilamiz. Keling, neyron signalizatsiyasiga nazar tashlaylik. Har bir neyron mitti batareykadek ishlaydi. U hujayraning ichki va tashqi qismlari o'rtasida kichik elektr potensiallari farqini saqlab turadi. Bu esa unga kerakli vaqtda signallar yuborish imkonini beradi. O'z navbatida, neyrondagi zaryadlangan nanoplastik zarrachalari bu muvozanatni buzishi mumkin va shunda neyron faoliyatida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. U juda erta faollashishi yoki kerakli vaqtda signal bera olmasligi mumkin. Agar bu holat ko'p marta takrorlansa, neyronlar o'rtasidagi aloqa zaiflashadi va bu kattaroq neyron tarmoqlarining ishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har bir neyron membrana bilan o'ralgan bo'lib, unda ion kanallari deb ataluvchi kichik o'tish yo'llari bor. Neyron signal uzatishi kerak bo'lganda, bu kanallarning ba'zilari ochiladi va zaryadlangan zarrachalar ionlarning hujayraga tez kirishiga yoki undan chiqishiga imkon beradi. Bu harakat membranadagi elektr potensialini o'zgartirib, qisqa elektr impulsini hosil qiladi. Impuls neyron bo'ylab harakatlanib, axborotni boshqa hujayralarga, boshqa neyronlarga uzatadi. Plastik zarrachalari ion kanallarining sozlangan faoliyatini izdan chiqarishi mumkin. Ular elektrostatik zaryad tashishi sababli ushbu o'tish yo'llari, ya'ni kanallar bilan o'zaro ta'sirlashib, ularning tuzilishini biroz o'zgartirishi mumkin. Natijada o'tish yo'llari kerakli tarzda ochilmasligi yoki zarur bo'lgandan ko'proq vaqt ochiq qolishi mumkin. Bu esa asab tizimi ichidagi to'g'ri aloqa uchun zarur bo'lgan aniq elektr signalizatsiyasini buzadi. Mikro va nanoplastikka oid muhim kashfiyotlardan biri ularning hujayra ichidagi mitoxondriyalarga ta'sir ko'rsatish qobiliyati bo'ldi. Mitoxondriyalar ko'pincha hujayraning energetik markazi deb ataladi. Ular hujayraning faoliyati uchun zarur energiyani ishlab chiqaradi. Shuningdek, oksidlanish stressi, yallig'lanish va hatto hujayralarning dasturlashtirilgan o'limi, apoptozga javoban moddalar almashinuvi
hujayra o'sishi va bo'linishini tartibga solishga yordam beradi. Nanoplastik zarralari o'ta kichik o'lchami va elektrostatik zaryadi tufayli hujayralarga kirib, hatto mitoxondriyalarga ham yetib borishi va ularning me'yordagi faoliyatini buzishi mumkin. Mitoxondriyalar to'g'ri ishlashdan to'xtasa, hujayra endi energiyani samarali ishlab chiqara olmaydi, o'z vazifalarini bajara olmaydi va hayotiy muhim jarayonlarni ta'minlay olmaydi. 2025-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, plastik bakteriyalarda antibiotiklarga chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi va bu tibbiyot nazorat qila olmaydigan inqirozga olib keladi. Nima uchun? Chunki plastik bakteriyalar ko'payishi uchun ideal muhit. Bakteriyalar mikroplastik zarralari bilan to'qnashganda, ular elektronlar tashilishi bilan bog'liq metabolik jarayonni faollashtirishi mumkin. Oddiyroq aytganda, plastik zarralar bakteriyalar bilan elektron almashib, qo'shimcha energiya manbai, bir turdagi akkumulyator vazifasini bajarishi mumkinligini tasavvur qilsak bo'ladi. Bu mexanizm hujayradan tashqari elektron tashilishi deb nomlanadi. Shu tariqa qo'shimcha energiya olgan bakteriyalar yanada jadalroq o'sishi, tezroq bo'linishi va zich, ko'p qatlamli bioplonkalar hosil qilishi mumkin. Bunday bioplonkalar antibiotiklarning kirib borishini kamaytirib, infeksiyalarni davolashni qiyinlashtirishi mumkin. Mikro va nanoplastikning inson organizmiga halokatli ta'siri bilan bog'liq kasalliklar doirasi keng. Shuni ta'kidlash joizki, garchi biz hali odamlarda mikro va nanoplastikning aniq klinik ko'rinishlar bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadigan longitud tadqiqotlar o'tkazmagan bo'lsak-da, organlarda mikro va nanoplastik mavjudligi allaqachon tasdiqlanganini aytish mumkin. In vitro sharoitidagi mexanik modellashtirish va hayvonlarda o'tkazilgan tadqiqotlar mikro va nanoplastik tufayli hujayralarning shikastlanishiga olib keluvchi halokatli mexanizmlar biologik jihatdan ishonarli ekanini ko'rsatadi. Ayni paytda ayniqsa jadal sur'atlar bilan o'sib borayotgan va aholining salmoqli qismini qamrab olgan bir necha turdagi kasalliklarga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Neyronlarning shikastlanishi epilepsiya, insult, Parkinson va Alsgeymer kasalliklari hamda boshqa neyrodegenerativ buzilishlar kabi og'ir, ko'pincha ortga qaytmas holatlarning rivojlanishi bilan bog'liq. Men ilgari Fraungoferdagi tadqiqot institutida neyrodegenerativ kasalliklar, jumladan Parkinson va Alsgeymer kasalliklarini o'rganish bilan shug'ullanganman va bu kasalliklarning murakkabligi hamda ijtimoiy ta'siridan yaxshi xabardorman. Shu bois bu mavzu men uchun alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, Utrecht universiteti tibbiyot markazi tadqiqotchilarining ishlari nanoplastik ta'siriga uchragan immun hujayralari bunday ta'sirga duch kelmagan hujayralarga qaraganda taxminan 3 barobar tezroq nobud bo'lishini ko'rsatdi. Bu borada boshqa ko'plab tadqiqotlar ham bor. Masalan, nanoplastik ta'siri astmaning rivojlanishi va kuchayishi, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi avj olishi, o'pka fibrozi, ya'ni sog'lom o'pka to'qimasining chandiqli to'qima bilan almashinishi va nafas yo'llarida xavfli o'smalar paydo bo'lishi xavfining ortishi bilan bog'lanadi. Plastikning mikro va nano zarralari aterosklerotik blyashkalarda, ya'ni arteriyalar devorida hosil bo'lib, qon tomirlarini toraytiradigan va tabiiy qon oqimiga to'sqinlik qiladigan zich qatlamlarda topilgan. Ularning mavjudligi miokard infarkti va insult xavfini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyqu arteriyalaridagi blyashkalarda mikroplastik aniqlansa, yurak qon tomir tizimidagi jiddiy asoratlar va o'lim xavfi taxminan 4-5 barobar ortadi. Buning asosiy mexanizmi nanoplastik ta'sirida kelib chiqadigan mitoxondriyalar disfunksiyasi bo'lishi mumkin. Mitoxondrial DNKdagi mutatsiyalarning to'planishi hujayralarning dasturlashtirilgan nobud bo'lish jarayonlari buzilishi bilan birga organizmning shikastlangan hujayralarni yo'q qilish qobiliyatini pasaytiradi va xavfli o'smaga aylanish, ya'ni saraton ehtimolini oshiradi. Laboratoriya hayvonlarida o'tkazilgan tajribaviy tadqiqotlar mikro va nanoplastik moyaklarda to'planib, testosteron tanqisligini keltirib chiqarishi va spermatogenezni izdan chiqarishi mumkinligini ko'rsatdi. Mikroplastikning surunkali ta'siriga uchragan hayvonlarda erektil disfunksiya birinchi oydayoq namoyon bo'lgan. Urg'ochi hayvonlarning nasldorligiga oid natijalar ham tashvishli. 2025-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, tekshirilgan 18 nafar ayolning 14 nafarida tuxumdonlarning follikullar suyuqligidan mikroplastik zarralari topilgan va ularning o'rtacha konsentratsiyasi 1 ml ga 2000 zarradan oshgan.
Bu ma'lumotlar mikro va nanoplastik hayotning eng dastlabki bosqichlariga, hatto urug'lanishdan oldin ham ta'sir qilishidan dalolat beradi. Shuningdek, biz kognitiv qobiliyatlarning umumiy pasayishini kuzatyapmiz. Keksa yoshga bog'liq surunkali kasalliklar yoshlar orasida tobora ko'proq tashxislanyapti. Va so'nggi ammo ahamiyati jihatidan qolishmaydigan jihat reproduktiv salohiyat borgan sari pasayib boryapti. Homilador bo'lish va sog'lom farzand dunyoga keltirish qobiliyati muttasil kamayapti. Xulosa qilib aytganda, mikro va nanoplastikka endi shunchaki atrof muhit ifloslantiruvchisi sifatida qarab bo'lmaydi. To'plangan ma'lumotlar uning inson hayotining fundamental mexanizmlariga aralashayotganini ko'rsatyapti. Binobarin, nafaqat bugungi holatimiz, balki kelajak avlodlar farovonligi ham xavf ostida. Endi bu mavzuni professor Raguza davom ettiradi va plastikning bolalar salomatligiga ta'siri haqida so'zlab beradi. Jon ushbu sohaning haqiqiy peshqadami bo'lgan doktor Raguzani tanishtiradi. Doktor Raguza esa kiber bolalar konsepsiyasi, yo'ldoshda mikro va nanoplastik mavjudligi hamda ularning reproduktiv funksiyaga ta'siri haqida gapirib beradi. Hurmatli hamkasblar, e'tiboringizga plastik ifloslanishining hayot poydevoriga qay darajada chuqur singib ketganini anglashimizga yordam bergan olimni tanishtirish sharafiga muyassarman. Professor Antonio Raguza, italiyalik shifokor, akusher-ginekolog. Inson yo'ldoshida mikroplastik zarrachalarni birinchi bo'lib aniqlagan tadqiqotchi. 2021-yilda e'lon qilingan bu kashfiyot zamonaviy tadqiqotlarda tub burilish nuqtasiga aylandi. Professor Raguza va uning jamoasi olib borgan ishlar plastik zarrachalari ilgari biologik jihatdan himoyalangan deb hisoblangan joylarga, ya'ni yangi hayot vujudga keladigan makonning o'ziga kirib borishi mumkinligini ko'rsatib berdi. Uning tadqiqoti xalqaro hamjamiyatning diqqatini o'ziga tortdi. Plastik zarrachalar yo'ldoshda va demak rivojlanayotgan homilada ham mavjud bo'lishi mumkinligi haqidagi xulosalar olimlar va jamoatchilikda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Okeanlar va atrof muhitda mavjud bo'lgan mikroskopik plastik endilikda rivojlanayotgan inson organizmida ham aniqlandi. Keling, professor Antonio Raguzani qarsaklar bilan kutib olamiz. Rahmat. Uzr so'rayman, ammo men italyancha so'zlashishni afzal ko'raman. Bu mening ona tilim, unda o'z fikrimni ifodalash ancha oson. Qolaversa, bu yerda sinxron tarjima ham tashkil etilgan. Afsuski, bir necha yil avval biz inson yo'ldoshida plastik mavjudligini aniqladik. Kichik bir izoh qilaman. Mana bu suratlarda siz inson yo'ldoshidan topilgan plastik parchalarini ko'rib turibsiz. Bu qisqa izoh okean va dengizlarda suzib yurgan o'sha plastik homila atrofi suyuqligida ham, farzandlarimiz tanasida ham borligini ko'rsatish uchun kerak. Bu ayni o'sha plastik. Zero yerdagi hamma narsa bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Biz bu kashfiyotni e'lon qilganimizda, bu yangilik butun dunyoga tarqaldi. Unga ko'plab ommaviy axborot vositalari qiziqish bildirdi. Biz kiborg bolalar atamasini fanga kiritdik. Nima uchun? Chunki bu bolalar endi nafaqat organik, balki noorganik moddalardan ham tarkib topgan. Bu ta'rif xalqaro adabiyotlarda ham o'z o'rnini topdi. Keyinchalik plastikning bachadon ichida va homila yo'ldoshida mavjudligiga oid ko'plab dalillar paydo bo'ldi. Biz uning ona sutida bor yo'qligini ham tekshirib ko'rdik. Va afsuski, u yerda ham topdik. Ko'plab tashkilotlar xavotirga tushib, demak endi onalar farzandlarini emizmasligi kerakmi deya boshlashdi. Yo'q, ona suti tarkibida plastik bo'lgan taqdirda ham uning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Bu farzandlarimiz uchun eng yaxshi ozuqa, chunki tayyor smes tarkibida ona sutidagidan ham ko'proq plastik bor. Shunday ekan, boshqa yo'l yo'q. Yagona yechim onalarning homiladorlik davrida iste'mol qiladigan plastik miqdorini kamaytirishdir. Vaziyatni yaxshilash va iste'mol qilinadigan plastik miqdorini kamaytirish uchun hayotimizga joriy qilish mumkin bo'lgan usullar, yondashuvlar va xulq-atvor modellari mavjud. Mana bu akvarel. U fotosuratga o'xshaydi, lekin bu bizning tadqiqotlarimizdan qisman ilhomlangan. Hozirda hayot bo'lgan eng buyuk musavvirning asari. Fikrimcha, bunday nozik masalalarda bilim faqat olimlarning imtiyozi bo'lib qolmasligi, balki barcha insonlarga yetib borishi kerak.
Shu bois jurnalistlar, san'at namoyandalari bilan hamkorlik qilish lozim. Bu mavzu universitet auditoriyalaridan tashqariga chiqishi kerak. Yo'ldosh va ona ustida plastik topganimizdan so'ng o'zimizga savol berdik. U yo'ldoshning aynan qayerda joylashgan? Va biz u joylashgan joyini aniqladik. Suratda ko'rib turganingizdek, u yo'ldosh hujayralarining ichida. Mitoxondriyalar bu haqda sizga aytib o'tishgandi. Va endoplazmatik retikulum yonida joylashgan. Biz plastik mitoxondriyalar va endoplazmatik retikulumga qanchalik yaqinlashsak, bu kichik hujayra ichi organellalari morfologik jihatdan shunchalik kuchli deformatsiyaga uchrashini aniqladik. Ularning shakli o'zgaradi va g'alati tomoni, plastik hujayra yadrosiga kirmaydi. Uning nima uchun sitoplazmaning periferik qismida to'xtab qolishi hozircha noma'lum. Bu tadqiqotda men bilan birga ishlagan Mariya Mattaning mana bu ajoyib illyustratsiyasiga e'tibor bering. Chap tomonda sitoplazmasi mukammal tartibga solingan hujayrani ko'ryapsiz. Mitoxondriyalar, retikulum, hammasi o'z joyida. O'ng tomonda esa mikroplastik bilan qoplangan, aniqrog'i, uni yuqtirib olgan hujayra. Men yuqtirib olgan deyapman, chunki plastik o'zini xuddi mikroorganizmdek tutib, go'yoki yuqtiradi. Biz to'la anarxiya holatini ko'rib turibmiz. Hujayraning tuzilishi butunlay izdan chiqqan. Mana bu esa sichqonlarda o'tkazilgan juda qiziqarli tajriba natijalari. Ular mikroplastik ta'siri homila o'sishini sekinlashtirishini ko'rsatadi. Siz qo'ysangizchi Raguza, bular sichqonlar ularsiz ham yashasa bo'ladi deyishingiz mumkin. Ammo aslida unday emas. Chunki odamlarda ham yo'ldoshda aniqlangan plastik miqdori homilaning o'sishiga teskari mutanosib. Ya'ni plastik qancha ko'p bo'lsa, yangi tug'ilgan chaqaloqlar shunchalik kichik, ularning miyasi va bosh o'lchami ham shunchalik kichik bo'ladi. Va bu sichqonlar haqidagi emas, odamlar haqidagi ma'lumotlar. Bundan tashqari, inson yo'ldoshdagi plastik miqdori insoniyatning asosiy ofatlaridan biri bo'lgan muddatidan oldingi tug'ruqlar bilan bevosita bog'liq. Ko'rsatkichlar mamlakat va uning rivojlanish darajasiga qarab farqlanadi. Ammo hozirda dunyo bo'yicha bolalarning taxminan 10% muddatidan oldin tug'ilyapti. Bu butun dunyoda bolalar nogironligining asosiy sababidir. Va bu nogironlik onaning yo'ldoshda bo'lgan plastik miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Boshqa kasalliklar, masalan, xolestas kabi jiddiy bir xastalik ham yo'ldoshdagi plastik miqdori bilan bog'liq. Xuddi shuningdek, homilaning gipoksiyaga bardosh bera olmasligi ham shunga bog'liq. Ehtimol siz buni bilmaysiz, chunki men kabi akusher emassiz. Lekin tug'ilish uchun bola gipoksiyaga duch keladigan o'ziga xos bir xavfli yo'lni bosib o'tishi kerak. Demak, yo'ldosh va homila oldi suyuqligida plastik qancha ko'p bo'lsa, bolaning bu sinovdan muvaffaqiyatli o'tish imkoniyati shunchalik kamayadi. Afsuski, Gavayida o'tkazilgan tadqiqot yo'ldoshda plastik miqdori nechog'ligi keskin oshganini ko'rsatyapti. Agar men tug'ilgan davrdagi, ya'ni bu 1960-yillar, plastik miqdoriga nazar tashlasak, xayriyatki onamning yo'ldoshida u ko'p bo'lmagan. Ammo vaqt o'tishi bilan bu miqdor keskin ko'paygan. Ushbu yuqorida aytib o'tilgan biokimyoviy mexanizmlar orqali plastik inson tanasiga zarar yetkazadi. Hozir ularning barchasini batafsil ko'rib chiqishga vaqtimiz yo'q. Lekin gap yalliqlanish, sitotoksiklik va hujayralar nobud bo'lishi haqida ketyapti. Bu jarayon bachadon ichida sodir bo'lganda epigenetik o'zgarishlarga olib keladi, ya'ni hayotimiz o'zgaradi. Shunday qilib, plastik hali ona qornidaligimizdayoq hayotimizni o'zgartirishga qodir va u rostdan ham o'zgartiryapti. Mana, masalan, biz yuqorida aytib o'tgan Alsgeymer va Parkinson kasalliklarini ko'rib turibsiz. Ammo men alohida ta'kidlamoqchi bo'lgan yana bir jihat bu semizlik. Semizlik so'nggi 40-50 yil ichida ommaviy hodisaga aylandi. Chunki men bola paytimda semizlik deyarli uchramas edi. Men 400 dan ortiq o'quvchi ta'lim oladigan maktabda o'qiganman va ulardan faqat 2 nafargina semiz edi. Bugun esa bolalar semizligi statistikasiga qarasak, ba'zi mamlakatlarda, masalan Meksikada, bolalarning 30% semizlikdan aziyat chekayotganini ko'rishimiz mumkin. Quyida plastikning semizlik rivojlanishiga qanday hissa qo'shishi mexanizmlari keltirilgan. Bu yerda so'nggi yillarda turli mamlakatlarda semizlikning ortib borayotganini ko'rishingiz mumkin.
Va bu slayd juda yaqqol dalil. U atrof muhitga chiqaradigan plastik miqdorimiz semizlik darajasiga, ya'ni qornimizning kattalashishiga to'g'ridan-to'g'ri mutanosib ekanini ko'rsatib turibdi. Bu juda qiziq, chunki plastik obezogen, ya'ni semizlikni keltirib chiqaruvchi omil ta'siriga ega. Agar so'nggi yillarda tarqalishi keskin oshgan har qanday kasallikni olsak, ularning deyarli barchasi plastik bilan bog'liq. Bular murakkab patologiyalar, semizlik murakkab muammo. U faqatgina plastikka bog'liq emas, biroq plastik bu jarayonni yanada og'irlashtiradi. Biz o'zimizga savol berdik. Plastik insonning vazn ortishiga aynan qanday hissa qo'shadi? Bu g'alati eshitiladi, axir plastikda kaloriya yo'q-ku. Xo'sh, unda bu mexanizm qanday ishlaydi? Aslida barchasining izohi oddiy. Biz tajriba o'tkazdik. Yo'ldoshning ayrim hujayralarini sun'iy ravishda plastik bilan zararladik va ularda nima sodir bo'lishini kuzatdik. Biz sun'iy ta'sirimizga duchor bo'lmagan oddiy yo'ldoshlardagi kabi o'zgarishlarning ayni o'zini ko'rdik. Hozir ekranda hujayraning mikrofotografiyasini ko'rib turibsiz. Hujayra ichida, ya'ni uning sitoplazmasida ko'plab yorqin sharsimon jismlar strelkalari bilan ko'rsatilgan. Bu o'sha mikroplastikning o'zi. Zarrachalar xuddi virus yoki bakteriyalar singari bir joyga to'planadi va o'lchamlari ham o'xshash bo'ladi. Biz aniqlaganlarning hajmi taxminan 10 mikron bo'lib, bu o'lcham jihatdan ularga juda yaqin. Hujayra ularni virus, bakteriya yoki antigen deb o'ylab, ularni yo'q qilishga urinib faollasha boshlaydi. Ammo ularni yo'q qila olmaydi, chunki plastik parchalanmaydi. Natijada hujayra o'zgarishga uchraydi va uning normal reaksiya ko'rsatish qobiliyati buziladi. Negaki, u bu zarrachalardan xalos bo'la olmaydi. Hujayra na bu zarrachalarni sitoplazmadan chiqarib yubora oladi, na ularni bakteriya va viruslarga qilgani kabi yo'q qila oladi. Buning sababi shundaki, hujayra bu zarrachalarni shunchaki tanimaydi. Uning plastikni tanib olishni va unga qarshi qandaydir chora ko'rishni o'rganishi uchun ehtimol millionlab yillik evolyutsiya kerak. O'zingizga ma'lumki, va bu yerda avval ham aytib o'tilganidek, biz atrof muhitga chiqarayotgan plastik miqdori ulkan. Men sotsiolog ham, psixolog ham emasman, ammo bu muammoni yillar davomida o'rganib, biz insonlar nima uchun bunchalik ahmoqona yo'l tutayotganimiz, hamma yoqni plastikka to'ldirib, shu tariqa farzandlarimiz va nabiralarimiz uchun atrof muhitni barbod qilayotganimiz haqida o'zimda ma'lum bir tasavvur hosil qildim. Buning bir nechta sabablari bor va men ularni o'z ishimda bayon qilganman. Hozir ularga batafsil to'xtalishga vaqtimiz yo'q, ammo qisqacha aytadigan bo'lsak, gap shundaki, millionlab yillar davomida, 1000 yoki 10 000 yillar emas, aynan millionlab yillar davomida inson atrof muhitni dushman deb bilgan. Millionlab yillar mobaynida tabiat dushman bo'lib kelgan. Borneo o'rmonlarida qolib ketgan ibtidoiy erkak yoki ayolni tasavvur qiling. Na ilmi, na jarayonlar haqida tushunchasi bor, na o'qishni, na yozishni biladi. Bunday odam uchun tabiat juda qo'rqinchli tuyulgan bo'lsa kerak. Biz bu qarashni o'zlashtirganmiz, ongimizga singdirib yuborganmiz. Shuning uchun ham hozirgacha bizni o'rab turgan olamni chinakamiga himoya qila olmaymiz. Bu mening oxirgi slaydim. Mazkur ishda men okean suvi bilan insonning homila oldi suvlari o'rtasida parallel o'tkazaman. Simmetriya, o'xshashlik va mushtarakliklar shunchaki hayratlanarli. Tuzlar, magniy, kalsiy, kaliy va boshqa moddalarning konsentratsiyasi bu ikki suyuqlik deyarli bir xil. Shu sababli biz plyajda plastik idishini tashlaganimizda go'yo uni to'g'ridan-to'g'ri ona qorniga otgandek bo'lamiz. Zero barcha muhitlar o'zaro bog'liq, barchamiz yagona, uzviy bir tizimmiz. Xo'sh, biz biror narsa qila olamizmi? Ha, qila olamiz. O'ylab ko'ring. Dunyodagi jami plastikning yarmidan ko'pini bor yo'g'i 20 ta kompaniya ishlab chiqaradi. 20 ta. Atigi 20 ta kompaniya haddan tashqari katta foyda oladi-yu, buning tovonini biz, bundan hech qanday naf ko'rmaydiganlar to'laymiz. Shunday ekan, garchi oson bo'lmasa-da, hatto qonunchilik nuqtai nazaridan ham bunga aralashishning imkoni bor. Fikrimcha, bugungi dunyoni siyosat emas, iqtisodiyot boshqarar ekan, biz sayyoramizni asrashni iqtisodiy jihatdan foydali qila olishimiz kerak.
Bunday mexanizmlar mavjud va men ularni o'z ilmiy ishimda bayon qilganman. Ularni amalga oshirish oson emas, lekin bu dunyoni o'zgartirish uchun bizning imkoniyatimiz. Men nutqimni mana bu so'nggi, juda ta'sirli slayd bilan yakunlamoqchiman. Balki bilmassiz, lekin bugungi kunda dengiz toshbaqalarining nobud bo'lishiga aynan plastik bosh sababchidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, doktor Raguza. Shu paytgacha biz mikro va nanoplastikning inson hujayralari bilan qanday o'zaro ta'sirlashishi hamda ularni qanday parchalashi haqida gapirdik. Endi esa o'sha zaryadlangan zarrachalarning ta'siri inson tanasidan tashqariga, okeanlar, atmosfera va iqlim tizimlariga qanday tarqalishini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzuga chuqurroq kirishish uchun sizga Allatra Global tadqiqot markazi vakili doktor Yan Karani tanishtirishga ijozat bersangiz. U Pragadagi Karl universitetida diskret matematika va algoritmlar bo'yicha fan doktori. Uning tadqiqotlari tabiiy ofatlar, geodinamik o'zgarishlar hamda mikro va nanoplastikning atrof muhitga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Doktor Kara, so'z navbati sizga. Mikro va nanoplastikning iqlimga ta'siri hozirda faol tadqiqotlar olib borilayotgan sohadir. Ammo bir vaqt bizga allaqachon aniq ma'lum. Mikro va nanoplastik haqiqatan ham suvning aylanma harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Havodagi suv bug'i o'z-o'zidan yomg'ir tomchisiga aylanmaydi. Unga atrofida to'planadigan zarrachalar, kondensatsiya yadrolari kerak. Tabiatda bu vazifani odatda chang, dengiz tuzi, qurum zarralari yoki boshqa aerozollar bajaradi. Anna aytganidek, hozirda havoda juda katta miqdorda nanoplastik to'plangan. Nature jurnalida e'lon qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, atmosferadagi ushbu plastik zarrachalar suv bug'i uchun kondensatsiya yadrosi vazifasini o'taydi. Havoda bunday yadrolar ko'payganda, ayni bir xil hajmdagi suv ko'proq tomchilar o'rtasida taqsimlanadi. Shu sababli dastlab tomchilar maydaroq bo'ladi va yomg'ir bo'lib yog'iladigan darajada kattalashishi uchun ularga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Ammo oxir-oqibat yomg'ir boshlanganida u ancha kuchroq bo'ladi, chunki bulutning o'zida ko'proq suv to'plangan bo'ladi. Shunday qilib, agar nanoplastik konsentratsiyasi yetarlicha yuqori bo'lsa, u avvaliga uzoq davom etadigan qurg'oqchilik davrlarini keltirib chiqaradi. So'ngra ularning ortidan suv toshqinlariga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kuchli jala yog'adi. Nanoplastik tomchilarning muzlash jarayoniga ham xuddi shunday ta'sir ko'rsatadi. Oddiy sharoitda toza suv tomchilari taxminan -38 daraja Selsiy haroratda muzlaydi. Biroq Pensilvaniya universiteti tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, nanoplastik bilan ifloslangan suv tomchilari -18 dan -24 daraja Selsiygacha bo'lgan haroratdayoq muzlay boshlaydi. Yomg'ir tomchilari yuqoriroq haroratda muzlagani uchun do'l pastroq balandliklarda shakllana boshlaydi. Aynan shu sababli nanoplastik bilan ifloslanish do'lning tez-tez yog'ishiga va do'l donalarining yiriklashishiga olib kelyapti. Ushbu slaydda ob-havoning xavfli hodisalari bo'yicha Yevropa ma'lumotlar bazasidan olingan grafiklar keltirilgan. Ularda so'nggi 20 yil ichida Yevropada yirik va o'ta yirik do'l yog'ishi qay darajada tez-tez kuzatilayotganini ko'rish mumkin. Bu yerda do'llarning o'zini ham suratda ko'rishingiz mumkin. Agar uzoq muddatli tendensiyalarga nazar tashlasak, 90-yillardan boshlab Yevropada yirik do'l yog'ishi ehtimoli har 10 yilda taxminan 20% ga ortib borgan. Bu yerda so'nggi 30 yil ichida Yevropada kuchli jala quyish ehtimoli qanday ortgani ham ko'rsatilgan. Bu ofatlar katta zarar yetkazadi va nanoplastik aftidan bunday ekstremal hodisalarning ko'payishiga sabab bo'lyapti. Xulosa qilib aytganda, mikro va nanoplastik suv bug'ining kondensatsiyasiga hamda bulutlarning hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsatyapti. Bu esa bo'ronlar, momaqaldiroqlar va boshqa halokatli tabiiy hodisalarning kuchayishiga olib kelyapti. Mikro va nanoplastikning zaryadlangan zarrachalari ta'siri hozirgi modellarda hisobga olinmagani sababli, bu ob-havoni bashorat qilish va iqlimni modellashtirishda xatoliklar darajasini oshirishi ham ehtimoldan xoli emas. Endi esa atmosferadan okeanga o'tamiz. Okean va atmosfera bu yagona iqlim tizimi. Suv ulkan hajmdagi issiqlikni yutish noyob qobiliyatiga ega. Taqqoslash uchun qalinligi atiga 10 metr bo'lgan okean qatlami butun yer atmosferasidan ko'ra ko'proq issiqlikni yuta oladi. Okean kunduzi issiqlikni yutib, kechasi uni qaytaradi va shu tariqa harorat tebranishlarini yumshatadi. Shunday qilib, okean go'yoki ulkan tabiiy konditsioner kabi ishlab, sayyoramizning iqlim barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, okean tektonik plitalardan issiqlikni olib, uni atmosferaga uzatadi.
Bizning farazimiz shundan iboratki, okeanning mikro va nanoplastik bilan keng miqyosda ifloslanishi ushbu nozik sozlangan sovutish mexanizmini izdan chiqaryapti. Nanoplastik zarrachalari okeanda 3 ta asosiy qatlamda: tubida, yuzasida va o'rtada. Harorat shu bilan birga suv zichligi ham keskin o'zgaradigan termoklin zonasida to'planadi. Sirt zaryadga ega plastik zarrachalari suv molekulalari bilan vodorod bog'lanishlari darajasida o'zaro ta'sirlashadi. Bu suvning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'zgartiradi. Bu esa ehtimol issiqlikning atmosferaga qaytishini sekinlashtiradi va natijada okeanning o'zida haddan tashqari qizigan zonalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bizning taxminimizcha, okeandagi mikro va nanoplastik konsentratsiyasi uning ichki issiqlik almashinuviga ta'sir ko'rsatish uchun allaqachon yetarli darajaga yetgan. Bu o'z navbatida yer qa'ridan kamroq issiqlik ajralib chiqishiga, litosfera plitalarining esa yomonroq sovishiga olib kelishi mumkin. Grafikdan ko'rinib turganidek, okeanlarning harorati misli ko'rilmagan sur'atlarda oshyapti. Aslida so'nggi bir necha 10 yillikda okeanning isish tezligi 450% ga oshgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, okean nafaqat quyosh va atmosferadan issiqlik oladigan yuza qismidagina isiyapti. Haqiqatda, aralashish natijasida yuzadagi isish faqat yuqori 700 metrga ta'sir qiladi. Biroq harorat profili ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, taxminan 2017-yildan buyon okeanning deyarli 2000 metrgacha bo'lgan chuqurlikdagi butun qatlami anomal darajada iliq bo'lib qolyapti. Okeanning bunchalik keskin isishiga nima sabab bo'lyapti? Biz hozirgina muhokama qilgan gipotezamizga ko'ra, birinchi sabab bu mikro va nanoplastik konsentratsiyasidir. 20-asr o'rtalaridan boshlab okeanga tushayotgan plastik chiqindilar hajmi keskin ortib boryapti. Va bu plastikning barchasi mikro va nanozarrachalarga parchalanyapti. Aynan mana shu davrda biz okean sathi haroratining muttasil o'sib borayotganini kuzatyapmiz. Biz uchun, ya'ni Yevropa uchun, bu ayniqsa dolzarb muammo. O'rta Yer dengizining mikroplastik bilan ifloslanishi dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Bu o'rtacha jahon ko'rsatkichidan 7 barobar. Plastik chiqindilari bilan nom chiqargan Tinch okeanining shimoliy qismidagidan esa 4 barobar yuqori. Shu bois, hozirning o'zida Yevropada kuzatilayotgan kuchli jala, yirik do'l, tornado va boshqa ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishiga aynan mikro va nanoplastik bilan ifloslanish jiddiy hissa qo'shayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Biroq harorat va anomaliyalar soni nafaqat Yevropada o'sib boryapti. Grafikda ko'rib turganingizdek, 2025-yil kuzatuvlar tarixidagi 3-eng issiq yil bo'ldi va ikkinchi eng issiq yil bo'lgan 2023-yildan biroz ortda qoldi. Xuddi shuningdek, okeanda to'plangan issiqlik miqdori okeanning issiqlik sig'imi deb ataladi. 23 zetajoulga oshdi. Ko'lamni tasavvur qilishingiz uchun aytaman. Bu butun insoniyat 37 yil davomida ishlab chiqaradigan energiya hajmiga teng. An'anaga ko'ra, bu isish antropogen issiqxona gazlari chiqindilari bilan izohlanadi. Biroq so'nggi yillardagi keskin isish sur'ati bizning iqlim modelllarimiz prognozlaridan ancha ilgarilab ketgan. NASAning Goddard nomidagi kosmik tadqiqotlar instituti direktori Dr. Gavin Schmidtning so'zlaridan iqtibos keltirishga ijozat bering. Uzoq muddatli tendensiyalar bizga tushunarli. Ular issiqxona gazlari va antropogen ta'sirga bog'liq. Ammo 2023-yilda sodir bo'lgan voqealar bu omillar va qo'shimcha yana nimadirning natijasi edi. Bu yana nimadir esa biz kutganimizdan yoki hozircha tushuntira oladiganimizdan ancha kattaroq. Bu an'anaviy iqlimshunoslar so'nggi paytlarda sayyoramizda kuzatilayotgan shiddatli isish qay darajada hayratda ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Ko'rib turganingizdek, isish 2025-yilda ham davom etdi. 9-yanvar kuni Advances in Atmospheric Sciences jurnalida chop etilgan tadqiqotdan olingan mana bu grafiklarga ko'ra, garchi 2025-yilda okean yuzasi harorat rekordlarini yangilamagan bo'lsa-da, o'ngdagi grafik
Yil davomida okeanda to'plangan umumiy issiqlik miqdori butun kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich bo'lgan. Bizning fikrimizcha, antropogen issiqxona gazlari uzoq muddatli isish tendensiyasiga hissa qo'shayotgan bo'lsa-da, ular biz bugun kuzatayotgan bunchalik tez isishni izohlab bera olmaydi. Bu esa iqlimga ta'sir ko'rsatadigan, ammo haligacha hisobga olinmayotgan boshqa jiddiy omillar mavjudligidan dalolat beradi. Biz avvalroq tilga olgan omillardan biri bu mikro va nanoplastik bilan ifloslanish. Ehtimol u okean va atmosfera o'rtasidagi gaz almashinuviga, bulutlarning shakllanishiga, suvning tabiatda aylanishiga, shuningdek okeanning o'zida issiqlik uzatilishiga ta'sir qiladi. Shunga qaramay, sayyoramizning bu qadar tez isishini faqatgina shu omilning o'zi bilan izohlab bo'lmaydi deb hisoblaymiz. Bizning farazimizga ko'ra, yerning isishiga hissa qo'shayotgan yana bir muhim omil bu geodinamik o'zgarishlar, ya'ni yer qa'rining faollashishi. Bu esa okeanlarni pastdan, oqibatda butun sayyorani isitadigan geotermal issiqlik oqimini kuchaytiradi. Endi so'z navbatini Jonga bersam, u bu o'zgarishlar haqida batafsilroq so'zlab beradi. Rahmat. Tashakkur, doktor Kara. Endi okeanning isishiga yordam beruvchi qo'shimcha omillar bo'yicha ALLATRA Global tadqiqot markazining tahlilini taqdim etaman. So'nggi harorat rekordlaridan boshlaymiz. 2023-yilning bahoridan 2024-yilning yozigacha bo'lgan davrda okean sirtining o'rtacha global harorati har kuni tarixiy rekordlarni yangiladi. Britaniyalik dengiz geofiziki Dr. Rob Larter buni shunday izohladi. Bu juda qo'rqinchli, chunki men birorta ham olimdan nima uchun bunchalik kuchli og'ishni kuzatayotganimiz haqida ishonchli izoh eshitmadim. Hozircha jarayonlar biz kuzatganimizdan ham ilgarilab, tezroq rivojlanayotgandek tuyulyapti. St. Thomas universiteti professori Jon Abrahamning farazicha, okeanning uzoq muddatli harorat tendensiyalariga ilgari e'tiborga olinmagan, ya'ni mavjud iqlim modellarida hisobga kiritilmagan omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Avvalroq aytib o'tilganidek, mikro va nanoplastik okean suvlarining fizik xususiyatlarini o'zgartirib, issiqlikni okean ichida ushlab turishi mumkin. Biroq shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, plastikning o'zi issiqlik energiyasini yaratmaydi. U faqat uning ajralib chiqishini cheklaydi. Shu o'rinda asosiy savol tug'iladi. Issiqlikning o'zi qayerdan paydo bo'ladi? So'nggi tadqiqotlar okeanning isishi nafaqat sirtda, balki chuqur qatlamlarda ham sodir bo'layotganini ko'rsatyapti. NOAA olimlari Argentina havzasida 4500 metrdan ortiq chuqurlikda 2009-yildan 2019-yilgacha bo'lgan davrda harorat taxminan 0,2 daraja Selsiyaga oshganini ma'lum qildi. Bunday ulkan hajmdagi suvni isitish uchun juda katta miqdorda energiya talab etiladi. Bu butun Yevropaning bir yillik energiya iste'molidan taxminan 4 barobar ko'p. Shunga o'xshash holat G'arbiy Antarktida qirg'oqlari yaqinidagi Weddell dengizida ham kuzatilyapti. U yerda yuqoridagi 700 metr qatlam deyarli isimagan, 2000 metrdan chuqurlikdagi suvlar esa dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan taxminan 5 barobar yuqori tezlikda isigan. Quyosh energiyasi taxminan 200 metr chuqurlikkacha kirib boradi va suvning hatto vertikal aralashishini hisobga olganda ham 700 metrdan pastga kamdan kam tushadi. Demak, quyosh radiatsiyasi okeanning chuqur qatlamlari nega isiyotganini izohlab bera olmaydi. Bu bizni quyidagi savolga olib keladi. Okeanning chuqur qatlamlari nima hisobiga isiyapti? Umumiy qabul qilingan farazga ko'ra, okean yuzasidagi suvlar quyosh nurlari va atmosfera ta'sirida isiydi. Global okean sirkulyatsiyasi esa bu issiqlikni katta chuqurliklarga olib tushadi. Biroq Xitoy Okeanologiya universitetining yaqinda o'tkazgan tadqiqot natijalari bu izohni shubha ostiga qo'ydi. Ushbu tadqiqot davomida olimlar suv osti issiqlik to'lqinlari deb ataluvchi hodisani aniqladilar. Ularning taxminan 3dan 1 qismi okean yuzasida umuman namoyon bo'lmagan. Yana yarmi esa faqat rivojlanishining ma'lum bosqichlardagina yuzaga chiqqan. Qolgan vaqtda esa suv osti qatlamlarida yashirincha qolgan. Agar atmosferaning isishi yagona omil bo'lganida, harorat anomaliyalari avval okean yuzasida paydo bo'lib, so'ngra pastga tarqalishi kutilgan bo'lardi. Kuzatuvlar esa ba'zi issiqlik anomaliyalari okean yuzasining isishidan mustaqil ravishda rivojlanishini ko'rsatyapti. Demak, bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, birgina atmosfera ta'siri kuzatilayotgan dinamikani to'liq izohlab bera olmaydi va pastdan kelayotgan qo'shimcha energiya oqimini ham hisobga olish zarur. Bunday ehtimoliy
manbalardan biri geotermal issiqlik, ya'ni okean tubi ostidagi sayyora qa'ridan chiquvchi issiqlikdir. Bu manbaga uzoq vaqt davomida yetarlicha baho berilmagan, biroq ko'plab olimlar uning okean dinamikasi va issiqlik muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Garchi yer qa'ridan chiquvchi geotermal issiqlik oqimi ko'pincha nisbatan doimiy deb hisoblansa-da, u chuqurlikdagi tektonik va magmatik faollikning kuchayishi kabi jarayonlar tufayli vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Seysmik faollik va okean harorati anomaliyalari o'rtasidagi ehtimoliy bog'liqlik faol ilmiy tadqiqotlar predmetiga aylangan. Ko'plab empirik ma'lumotlar ular o'rtasida murakkab o'zaro aloqadorlik mavjudligini ko'rsatyapti. Masalan, 2010-yilda Rossiya Fanlar akademiyasining Yer fizikasi instituti olimlari Tinch okeanining tropik qismidagi seysmik faollik va iqlim o'zgaruvchanligi, jumladan El Niño hodisalari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligi haqidagi tadqiqotni e'lon qilishdi. 30 yildan ortiq davom etgan kuzatuvlar asosida tadqiqot mualliflari El Niño hodisalari seysmik faollikdagi o'zgarishlardan so'ng o'rtacha 1,5 yillik kechikish bilan muntazam ravishda yuz berishini aniqladilar. Xuddi shunday qonuniyat uzoq muddatli trendlarda ham kuzatildi. Kuzatuv davrida okean sirti harorati taxminan 0,1 daraja Selsiyaga oshgan bo'lsa, Tinch okeanida ajralib chiqqan seysmik faollik energiyasi 2 barobarga ortgan. Janubiy Maryland kolleji professori Artur Veterito ham shunga o'xshash xulosaga keldi. U global atmosfera haroratiga bog'liq holda magnitudasi 4 dan 6 gacha bo'lgan chuqur suv osti zilzilalarini tahlil qildi. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, 1995-yildan boshlab O'rta okean tizmalari bo'ylab okean tubidagi zilzilalar soni ko'paygan. Bu tizmalar uzunligi qariyb 60 ming kilometrga teng global tizimni tashkil etadi va bu yerda yangi okean po'stlog'i faol shakllanib boradi. Professor Vitorita ma'lum qilishicha, ushbu hududdagi seysmik faollik global atmosfera haroratining ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lib, korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,7 ga teng. Shuningdek, u haroratning ko'tarilishi odatda seysmik faollik kuchayganidan so'ng o'rtacha 2 yillik kechikish bilan yuz berganini qayd etdi. Uning gipotezasiga ko'ra, O'rta okean tizmalari bo'ylab seysmik va vulqon faolligining kuchayishi okeanga gidrotermal issiqlik chiqishini ko'paytirib, uning isishiga va oqibatda atmosfera haroratining ko'tarilishiga yordam beradi. Tektonik seysmik faollikdan tashqari, okeandagi issiqlik oqimiga suv osti vulkanizm ham o'z hissasini qo'shishi mumkin. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, yer yuzidagi vulqon otilishlarining qariyb 75% suv ostida sodir bo'lyapti. Garchi suv osti vulkanizmi dinamikasini baholash qiyin va u hali yetarlicha o'rganilmagan bo'lsa-da, kuzatuv ma'lumotlari dunyoning ko'plab tizimlarida faollik kuchayganini ko'rsatyapti. Smithson instituti to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, yil davomida qayd etiladigan otilish kunlari soni ortib boryapti. Bunda lava ko'pincha g'ayrioddiy xususiyatlarga, yuqoriroq harorat va chuqurroq mantiya manbalariga xos bo'lgan o'ziga xos kimyoviy tarkibga ega. Slaydda so'nggi 15 yil ichida turli tadqiqotlarda aniqlangan va shunday anomal xususiyatlarni namoyon etayotgan vulqon tizimlari qayd etilgan. Yevropa ham bu jarayonlardan mustasno emas. Masalan, Vezuviy rasadxonasi xabariga ko'ra, Italiyaning Neapol shahridagi Flegrey dalalari kalderasi faollikning yuqori bosqichiga kirgan. So'nggi energiyaning ajralib chiqishi esa 1980-yillardagi inqiroz davrida qayd etilgan darajadan oshib ketgan. Gretsiyada Santorini Kolumba vulqon tizimida faollik qayta jonlangan. Magmaning chuqur siljishlari bilan bog'liq zilzilalar silsilasi qayd etilgan. Germaniyada esa qariyb 12 ming yildan beri uxlayotgan Laxerziya vulqoni ham seysmik faollik ko'rsatyapti. Yer qa'ridan okean tizimiga issiqlik oqimining kuchayishi kuzatilayotgan seysmik va vulqon faolligining jadallashuvi bilan bog'liq bo'lishi ehtimolini ko'rib chiqish mumkin. Shu nuqtai nazardan, chuqurlikdagi geodinamik jarayonlar okean haroratiga va bilvosita atmosfera haroratiga ta'sir etuvchi qo'shimcha omil bo'lishi mumkin. Geodinamik faollikning kuchayish bosqichining o'zi jiddiy oqibatlarga ega. Biroq bugungi kunda bu jarayon mikro va nanoplastik ifloslanishining ortib borayotgan yuki bilan bir vaqtga to'g'ri kelyapti. Bu esa sayyoraning zaifligini yanada oshirishi mumkin. Bu kuchlarning yaqinlashishi xavflarni bir necha barobar oshirib, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka qo'shimcha bosim o'tkazishi
bo'lishi mumkin. Yetakchi ilmiy institutlar va xavflarni baholash bo'yicha global agentliklar tabiiy ofatlar tabiatida tarkibiy siljish yuz berayotgani, ularning ham chastotasi, ham kuchi ortib borayotgani haqida xabar beryapti. Bu siljishni tushunish uchun asosiy matematik tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Chiziqli o'sish va eksponensial o'sish. Chiziqli o'sish bir tekis va bashorat qilinadigan tarzda sodir bo'ladi. Eksponensial o'sish esa tezlashib boradi. O'sish sur'atining o'zi vaqt o'tishi bilan ortib, chiziqli prognozlardan o'zib ketadi. Bugungi kunda bo'ronlar, suv toshqinlari va o'rmon yong'inlari kabi tabiiy ofatlar tobora ko'proq eksponensial o'sishga xos bo'lgan xususiyatlarni namoyon etyapti. Jahon meteorologiya tashkiloti, yirik sug'urta kompaniyalari va yetakchi tadqiqot institutlari ofatlar chastotasi va iqtisodiy yo'qotishlarning tezlashganini tegishli hujjatlar bilan tasdiqladi. Yevropada qayd etilgan tabiiy ofatlarning umumiy soni, shuningdek jala, do'l va tornado holatlari ham xuddi shunday manzarani namoyon etyapti. Bu kabi eksponensial o'sish sur'ati tahdidlarni baholash va javob choralarini rejalashtirishda tamoman boshqacha metodologiyani talab qiladi. Chiziqli taxminlarga asoslangan an'anaviy risk modellari endi o'zini oqlamayapti. Kuchayib borayotgan geodinamik faollik, mikro va nanoplastik bilan ifloslanish hamda tez-tez sodir bo'layotgan tabiiy ofatlarning jamlanma ta'siri iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik uchun tobora kuchayib borayotgan xavf tug'diryapti. Ushbu muammoni hal qilish uchun xavflarni baholash va tayyorgarlikni ta'minlashga yangilangan yondashuv taqozo etiladi. Bugungi kunda mikro va nanoplastik shunchaki ifloslanish emas. Ular inson salomatligi va iqlim barqarorligi uchun iqtisodiy oqibatlarga ega tizimli tahdiddir. Ushbu tahdid bir-birini kuchaytiruvchi ikki yo'nalish orqali ta'sir ko'rsatib, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik poydevoriga bosim o'tkazyapti. 2023-yilda Yevropa ittifoqida sog'liqni saqlash xarajatlari 1,7 trillion yevroga yetdi. Bu yalpi ichki mahsulotning taxminan 10% ni tashkil etadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xarajatlar esa so'nggi 10 yillikda 44% ga oshgan. Joriy prognozlarda aholining qarishi va surunkali kasalliklarning tarqalish tendensiyalari inobatga olingan. Biroq ularda sog'liqni saqlash tizimlariga qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin bo'lgan mikro va nanoplastik bilan bog'liq yangi muammo hisobga kiritilmagan. Tabiiy ofatlardan ko'rilayotgan zarar ham ortib boryapti. 2009-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda o'rtacha yillik zarar miqdori 54% ga oshgan. Germaniya, Fransiya, Italiya va Ispaniya esa eng ko'p jabr ko'rgan davlatlar qatoridan joy olgan. Bu yo'qotishlar Yevropa ittifoqi mamlakatlari hukumatlari va moliya institutlariga tushayotgan yuklamani yanada kuchaytiryapti. Iqlim o'zgarishi plastikning parchalanishini tezlashtirsa, plastik bilan ifloslanish iqlim o'zgarishiga nisbatan chidamlilikni pasaytiradi. Bu jarayonlarning har biri ikkinchisini kuchaytiradi. Ammo hozirgi siyosiy yondashuvlar bu o'zaro bog'liqlikni aks ettirmaydi. Plastik bilan ifloslanish muammosi asosan jamoat salomatligi va iqlim strategiyalaridan alohida ko'rib chiqilyapti. Vaholanki buning o'rniga mikro va nanoplastik muammosini sog'liqni saqlash, iqlim va iqtisodiyotni rejalashtirishning markaziga qo'yadigan yaxlit tizim zarur. Mavjud yondashuvlar nima uchun yetarli emasligini tushuntirib berish uchun so'z navbatini Aleksandr Masniga beraman. Rahmat. Odamlar ilk bor qonimizda, tana a'zolarimizda va hatto miyamizda mikro va nanoplastik mavjudligi haqida eshitganlarida, tabiiyki ularni organizmdan qanday chiqarib tashlash mumkin degan savol tug'iladi. Biohackingni targ'ib qiluvchi hamjamiyatlar mikro va nanoplastik zarrachalarni chiqarib tashlash uchun turli detoks protokollarini, oziq-ovqat qo'shimchalarini, saunalarni va shaxsiy uslublarni taklif qiladi. Biroq bu yondashuv tubdan noto'g'ri, chunki birorta ham detoks muolajasi gematoensefalik to'siqdan o'tib, a'zo to'qimalariga singib ketgan zarrachalarni chiqarib tashlashga qodir emas. Masalaning achchiq kinoyasi ham shunda. Qonni tozalovchi deb taqdim etilayotgan usullarning o'zi plastikdan yasalgan. Ya'ni plazmaferez, gemosorpsiya va filtrlash uskunalari aynan undan yasalgan. Biz plastik ta'siri oqibatlarini plastikning o'zi bilan bartaraf etishga urinyapmiz. Bu muolajalar plastikni hujayralardan chiqarib tashlay olmaydi. Uning sirt zaryadini neytrallashtira olmaydi. Hujayra ichidagi buzilgan jarayonlarni tiklay olmaydi. Professor Sarju Ganatraning ta'kidlashicha, organizmda bu kimyoviy moddalarning xavfsiz miqdori degan tushunchaning o'zi yo'q. Binobarin atrof muhit bizni har kuni yangi zarrachalar bilan to'yintirib turgan bir paytda, maqsad faqat ayrim kishilar uchun zaharli yuklamani biroz kamaytirishgina iborat bo'lishi mumkin emas. Mavjud yechimlar nega ish bermasligini tushunish uchun plastikning to'liq hayotiy siklini ko'rib chiqish kerak. Keling, plastik ishlab chiqarish va iste'molini qisqartiramiz, taqiqlar joriy qilamiz degan da'voni eshitish mumkin. Ammo bugungi kunda buning iloji yo'q. Plastik zamonaviy hayotning barcha jabhalariga juda chuqur singib ketgan.
Agar uni ishlab chiqarishni to'xtatsak, nimalar izdan chiqadi? Tibbiy asbob uskunalar ishlab chiqarish, oziq-ovqat ta'minoti zanjirlari, elektronika, qurilish, butun boshli infratuzilma ishdan chiqadi. Yaqin kelajakda uni to'liq taqiqlashning imkoni yo'q. Qolaversa, bu na alohida mamlakatlar darajasida, na butun jahon iqtisodiyoti uchun iqtisodiy jihatdan zarar foyda keltirmaydi. Ko'pincha xaloskor yechim sifatida plastikni qayta ishlash taklif etiladi. Lekin paradoks shundaki, qayta ishlash jarayonining o'zi yanada ko'proq mikro va nanoplastik zarrachalarini hosil qiladi. Qayta ishlashdagi mexanik ta'sir tufayli ikkilamchi plastik birlamchi plastikka qaraganda tezroq parchalanib, mikro zarrachalarni chiqara boshlaydi. Biz muammoni hal qilmaymiz, aksincha uni yanada chuqurlashtiramiz. Mana ko'pchilik gapirishni istamaydigan va hozircha hech qanday yechimi bo'lmagan eng asosiy, eng jiddiy muammo. Insoniyat shu kungacha qariyb 10 milliard metrik tonna plastik ishlab chiqarib bo'ldi. Bu hajmdagi plastikning asosiy qismi hozirda ko'zga ko'rinmas zarrachalarga parchalanib, havo, oziq-ovqat va suv orqali aylanib yuribdi, hamda inson organizmida to'planyapti. Agar ertagayoq ishlab chiqarishni butunlay to'xtatsak ham, yuzlab million tonna plastik kelgusi 100 yillar davomida mikro zarrachalarga parchalanishda davom etaveradi. Birgina dunyo okeanining o'zida 200 million tonna plastik chiqindisi bor. Okeanni tozalash bo'yicha mavjud zamonaviy dasturlar esa yiliga atigi 20 ming tonnaga yaqin chiqindini chiqarib olishga imkon beradi. Xolos. Bu 0,1% dan ham kamroq demakdir. Bunday surat bilan okeanni to'liq tozalash uchun qariyb 10 ming yil kerak bo'ladi. Bu ham agar biz bugundan boshlab yangi chiqindilarni tashlashni to'xtatsakkina. Buning esa iloji yo'qligini o'zimiz ham tushunib turibmiz. Shunday qilib, ishlab chiqarishni to'xtatamizmi yoki yo'qmi? Bundan qat'iy nazar, muammo ko'lami keskin ortib boraveradi. Asosiy xavf biz hali ishlab chiqarmagan yoki qayta ishlamagan plastikda emas. Bu xavf biz allaqachon birga yashashga majbur bo'layotgan mikro va nanoplastikdan kelib chiqadi. Biz ularni yo'qota olmaymiz. Filtrlashning ham imkoni yo'q. Muammoni faqatgina qayta ishlash bilan hal qila olmaymiz. Demak, yechim plastikdan butunlay voz kechishda emas, balki uning hayot uchun xavfini yo'qotishda. Xo'sh, unday bo'lsa nima qilish mumkin? Yana bir bor ta'kidlashga ijozat bersangiz, mikro va nanoplastik bilan bog'liq xatarlar bir qator omillarga bog'liq. Ular sirasiga kimyoviy qo'shimchalarning mavjudligi, zarrachalarning o'lchami va shakli, sirt zaryadi hamda parchalanishga chidamliligi kiradi. Bu xususiyatlar birgalikda plastik zarrachalarining o'zini qanday tutishini va biologik hamda ekologik tizimlar bilan qanday o'zaro ta'sirlashishini belgilaydi. Biosferada allaqachon aylanib yuradigan plastik zarrachalari doimiy xavf tug'diradi va bu tahdidni imkon qadar kamaytirish zarur. Biroq bugungi kunda uning kimyoviy tarkibini, o'lchamini yoki shaklini jahon miqyosida o'zgartirishning amaliy usullari yo'q. Lekin bir istiqbolli yo'nalish bor. Ularning sirt zaryadiga ta'sir ko'rsatish. Bu kamida nazariy jihatdan ko'rib chiqishga arziydi. Aynan mikro va nanoplastikning sirt zaryadi ushbu zarrachalarning biologik tizimlarda o'zini qanday tutishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tabiiy kelib chiqishga ega bo'lgan ko'plab nanozarrachalar, masalan, mineral chang, dengiz aerozollari va gil zarrachalari ham sirt zaryadiga ega. Biroq tadqiqotlar plastik zarrachalarining zaryadi o'ziga xos turg'unligi va boshqacha o'zaro ta'sir dinamikasi bilan ajralib turishini ko'rsatyapti. U turli muhitlarda, xoh havo, xoh biologik suyuqlik bo'lsin, barqaror qolish qobiliyatiga ega. Aynan mana shu zaryad plastikning, misol uchun, hujayralarga kirib borish va platsentar hamda gematoensefalik kabi biologik to'siqlarni yengib o'tish qobiliyatini kuchaytirishi mumkin. Zaryad plastikning DNK, oqsillar va hujayra membranalari bilan bog'lanishiga, organizmdan chiqib ketmasdan to'qimalarda to'planishiga, sayyora miqyosda esa okeanlardagi suv aylanishi va issiqlik almashinuvi jarayonlariga ta'sir etishiga imkon beradi. Demak, agar plastik zarrachalarining sirt zaryadini neytrallashtirish yoki hech bo'lmaganda qisman kamaytirishning iloji bo'lganida, ularning biologik o'zaro ta'sirini va organizm tomonidan o'zlashtirilishini cheklash mumkin bo'lardi. Bu o'z navbatida hujayraviy adgeziyani, ya'ni hujayralarga yopishishini pasaytirish, DNK va oqsillar bilan bog'lanishni kamaytirish, zaharli moddalar va og'ir metallarning organizmga singishini qisqartirish, plastikning biologik to'siqlardan o'tishini cheklashga imkon bergan bo'lardi. Shu sababli xalqaro ilmiy tadqiqotlar mikro va nanoplastikning sirt zaryadini kamaytira oladigan yoki neytrallashtiradigan usullarni ishlab chiqishiga qaratilishi lozim. Bu maqsadga erishish uchun inson genomi loyihasi kabi o'tmishdagi buyuk ilmiy tashabbuslar bilan qiyoslanadigan darajadagi keng ko'lamli va muvofiqlashtirilgan xalqaro hamkorlik talab etadi. So'z navbatini yana Yankaraga beraman. Rahmat, hurmatli mehmonlar.
qadrli hamkasblar, parlament deputatlari. Siz hozirgina nanoplastikning ekotizimlar, inson salomatligi va iqlim uchun keltirib chiqaradigan muammolari haqida tingladingiz. Endi esa asosiy savolga o'tishga ijozat bersangiz, bundan keyin nima qilishimiz kerak? Hozirning o'zida qanday qadamlarni qo'yishimiz mumkin? Birinchidan, bizda 10 mikrondan kichik plastik zarrachalarni monitoring qilish bo'yicha yagona Yevropa standartlari yetishmayapti. Har bir tadqiqot guruhi o'zining tasniflash usullari va mezonlaridan foydalanib kelyapti. Shu sababli biz turli mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar ma'lumotlarini o'zaro taqqoslay olmayapmiz. Natijada butun Yevropa bo'ylab nanoplastikning tarqalishi haqida yaxlit tasavvur hosil qila olmayapmiz. Tasavvur qiling, agar har bir mamlakat haroratni o'z shkalasi bo'yicha o'lchasa nima bo'lardi? Biz bu standartlarni ishlab chiqishimiz shart. Ikkinchidan, salomatlikka ta'sirini o'rganish uchun ham standartlashtirilgan protokollar yetishmayapti. Bizda nanoplastikning inson organizmiga ta'sirini baholashning yagona metodologiyasi yo'q. Ba'zi olimlar uning jigarga, boshqalari o'pkaga, yana birlari miyaga ta'sirini o'rganadi. Ammo ularning barchasi turlicha yondashuvlarni qo'llaydi. Yagona protokollarsiz biz asosli qarorlar qabul qilish uchun ishonchli va takrorlanuvchan natijalarga erisha olmaymiz. Uchinchidan, nanoplastik ta'sirini har tomonlama baholaydigan va taqqoslaydigan kompleks tadqiqotlar ham yetarli emas. Bu boradagi ijobiy qadam sifatida o'tgan yili e'lon qilingan va mikro hamda nanoplastikning inson salomatligiga ta'siri haqidagi bilimlarni kengaytirishga bag'ishlangan Yevropa ufqlari dasturi doirasidagi tadqiqot mavzusini qayd etmoqchiman. Va to'rtinchidan, iqlimshunoslik tadqiqotlarida nanoplastikni hisobga olish bo'yicha talablar yo'q. Hozirgi iqlim modellari hamon bu omilni inobatga olmayapti. Biz karbonat angidrid, metan, aerozollarning ta'sirini o'rganamiz-u, ammo iqlim jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan nanoplastikni butunlay e'tibordan chetda qoldiryapmiz. Bu ilmiy metodologiyamizdagi jiddiy kamchilik va shu bois biz iqlim modellarini nanoplastik ifloslanishi to'g'ri hisobga oladigan tarzda moslashtirishni zarur deb bilamiz. Shuningdek, jamoatchilikning mikro va nanoplastik bilan ifloslanish muammosi haqidagi xabardorligini oshirish ham muhim. Ularning salomatlikka ta'siri haqidagi tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlarda tobora ko'proq muhokama qilinyapti. Yevrobarometrning 2020-yilgi so'rovi shuni ko'rsatdiki, yevropaliklarning 94% atrof muhit muhofazasi haqida qayg'urar ekan, ularning 88% mikroplastik ta'siridan xavotirda. O'rta Yer dengizida mikroplastik bilan ifloslanish darajasi ayniqsa yuqori. Jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 7 baravar ko'p ekanini hisobga olsak, qator choralarni oldindan ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi. So'zimning oxirida nanoplastik ifloslanish global muammo ekanligini va Yevropa uni yolg'iz o'zi hal qila olmasligini alohida ta'kidlamoqchiman. Birinchidan, dunyoning bir burchagida atrof muhitga tushgan plastik mikro va nanoplastikka parchalanib, so'ngra butun dunyo bo'ylab tez tarqaladi. Ikkinchidan, vaqt cheklangan, oldimizda turgan vazifalar esa ulkan. Yevropa fuqarosi sifatida men qit'amiz mikro va nanoplastik muammosini hal qilishga salmoqli hissa qo'shishni istardim. Balki Yevropa vakillari navbatdagi iqlim sammitida BMTning mikro va nanoplastik ifloslanish bo'yicha bayonnomasini taklif qilar yoki Yevropa ishtirokida xalqaro tadqiqot koalitsiyasini tuzish tashabbusini ilgari surar. Xulosa qilib aytganda, bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, sezilarli yutuqlarga erishish imkoniyati 10 yillar bilan emas, balki bir necha yil bilan o'lchanadi. Shu bois o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar g'oyatda muhim. Bizda 21-asrning bu chaqirig'iga munosib javob qaytarish uchun barcha imkoniyatlar borligiga chin dildan ishonaman. Endi esa yakuniy xulosalar uchun so'z navbatini Jonga beraman. Hurmatli mehmonlar, qadrli hamkasblar va parlament deputatlari, bugungi kunda dunyo bir qator tizimli muammolarga duch keldi. Sog'liqni saqlash tizimlariga yuklamaning ortib borishi, iqlim halokatlarining tezlashishi, shuningdek havo, suv va oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi shular jumlasidan. Bu muammolar bir-biridan alohida inqirozlardek tuyulishi mumkin, biroq ularni birlashtirib turuvchi umumiy asosiy omil bor. Bu mikro va nanoplastik. Plastik zarralari shunchaki chiqindi emas. Ular biologik muhitga va iqtisodiy tizimlarga zarba beruvchi xatarlar multiplikatori vazifasini o'taydi. Oldimizda o'ta jiddiy vazifa turibdi. Plastik zarralari allaqachon butun inson tanasida va atrof muhitning barcha joylarida mavjud. Bu muammoning yechimi fundamental ilmiy va texnologik innovatsiyalarni talab qiladi. Allatra Global tadqiqot markazi nomidan avvalo janob Ondrej Knottekka bugungi tadbirni tashkil etishdagi tashabbuskorligi hamda mikro va nanoplastik muammosiga keng jamoatchilik
ko'pchilik va institutsional e'tiborni jalb qilgani uchun samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shuningdek, pastor Mark Burnsga ushbu muhim mavzuni o'zining ma'naviy diplomatlar global tashabbusi kun tartibiga kiritgani va bu muhokamani butun dunyo hamjamiyatlari darajasiga olib chiqishda yordam bergani uchun katta tashakkur. Professor Antoni Raguzaga esa o'zining innovatsion tadqiqotlari va bugun biz bilan o'z kashfiyotlarini baham ko'rgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Aynan uning sa'y-harakatlari tufayli ilmiy hamjamiyat inson tanasida mikro va nanoplastikning mavjudligi hamda uning salbiy ta'siri haqida yanada chuqurroq tushunchaga ega bo'ldi. Nihoyat, barcha ma'ruzachilarga va sizlarga e'tiboringiz va faol ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Bizning zimmamizda siyosiy va davlat chegaralaridan yuqori turadigan umumiy mas'uliyat, umumiy uyimizni himoya qilish mas'uliyati turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat. Barchangizga professional va mazmunli ma'ruzalaringiz uchun minnatdorman. Endi esa zaldan ko'tariladigan savollarga navbat. Muhtaram ma'ruzachilarimiz va mehmonlarimizga savol yoki mulohazalar bormi? Men janob Raguzaga savol bermoqchi edim. U kishi so'nggi 10 yilliklarda yo'ldoshdagi nanoplastik miqdori oshganini aytib o'tdilar. Bu borada sizda biror ma'lumot bormi? Ha, dunyoda yo'ldosh tarkibidagi mikro va nanoplastik miqdori yillar davomida asta-sekin ortib borganini va bu o'sish ayniqsa so'nggi 10 yilda yaqqol sezilganini ko'rsatuvchi kamida 3 ta xalqaro tadqiqot bor. Chunki biz foydalanadigan plastik hajmi, aniqroq aytadigan bo'lsak, ishlab chiqarilgan jami plastikning 90% oxir-oqibat atrof muhitga tashlanadi. Ba'zi mamlakatlar bu masalada boshqalarga qaraganda vijdonliroq. Masalan, Italiya bunga katta mas'uliyat bilan yondashadi, zero u o'z plastikining 12% ni qayta ishlaydi. Lekin Janubi-Sharqiy Osiyodagi kabi umuman hech narsani qayta ishlamaydigan mamlakatlar ham bor. Shu tariqa ishlab chiqarilgan barcha plastik atrof muhitga tashlanadi. Avvalroq ko'rsatib o'tganimizdek, tashqi muhit, ya'ni dengizlar va okeanlar bizning ichki biologik muhitimiz, xususan yo'ldosh va homila suvlari bilan chambarchas bog'liq. Biz atrof muhitga doimiy ravishda plastik chiqarib turar ekanmiz va uning miqdori yildan yilga ortib borar ekan, farzandlarimiz organizmida hamda ular hali bolaga aylanmasdan oldin embrionlarda ham plastik miqdori tinimsiz va to'xtovsiz o'sib borayotgani ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham ayon haqiqat. Grazie. Javobingiz uchun katta rahmat, professor Raguza. Yana savollar bormi? Ha, Anavi xonim, marhamat, savolingizni bering. Xayrli kech. Bugungi ajoyib panel muhokamasi uchun, xususan nanoplastik kabi g'oyat muhim mavzularni ko'targaningiz uchun tashakkur. Men Anila Preti, albaniyalik jurnalistman. Ayni paytda Albaniya Yevropa ittifoqi a'zosi emas, biroq geografik jihatdan Yevropada joylashgan. Ma'lumki, Albaniya Adriatika va Ioniya dengizlari bo'ylab uzun qirg'oq chizig'iga ega. Nanoplastikning ta'siri hamda plastik chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yicha to'plangan tajribangiz va olib borgan tadqiqotlaringizdan kelib chiqib aytingchi. Albaniya kabi kichik mamlakatlar o'z suv havzalaridagi vaziyatni samarali kuzatishi va xatarlarni boshqarishi uchun qanday minimal choralarni ko'rishi kerak? Ikkinchi savolim. Mamlakatimizdagi me'yoriy huquqiy bazada hozirda mavjud bo'shliqlarni inobatga olgan holda, bu choralarni amaldagi milliy qonunchilikka qanday integratsiya qilish mumkin? Katta rahmat. Bu savolga kim javob berishga tayyor? Men so'zimni bir nechta tezisdan boshlamoqchiman. Bilasizmi, Adriatika va Ioniya dengizlari orasidagi o'ziga xos geografik joylashuvga ega bo'lgan Albaniya singari kichik bir mamlakat uchun mikro va nanoplastik muammosi chindan ham dolzarb. Minimal zaruriy choralar haqidagi savolingizga javoban, bugungi muhokamamizning mohiyatidan boshlashni istardim. Biz o'lchami 10 mikrondan kichik bo'lgan plastik zarrachalari monitoringi bo'yicha
Haqiqatan ham yagona Yevropa standartlarini ishlab chiqishimiz kerak. Bu to'g'ri qadam bo'lgan bo'lardi. Ushbu anjumanda biz barcha mamlakatlar bilan birgalikda, hamjihatlikda harakat qilish o'ta muhim ekanligini muhokama qildik va isbotladik. Buni milliy strategiyaga qanday tatbiq etish mumkin? Fikrimizcha, hozirning o'zida eng minimal ammo samarali qadam bu mikro va nanoplastik tadqiqotlari bilan shug'ullanuvchi olimlar uchun qulay sharoitlar yaratishdan iborat. Mavjud resurslarni nanoplastikning sirt zaryadini neytrallashtirish bo'yicha amaliy usullarni izlash va yechimlarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot guruhlariga safarbar etish mumkin. Biz buni kelajakka, farzandlarimiz kelajagiga sarmoya deb bilamiz. O'zining mahalliy mutaxassislarini qo'llab-quvvatlab, ularni muammo oqibatlari bilan kurashishga emas, balki aynan uning fundamental yechimini izlashga rag'batlantirish orqali mamlakat o'zini shunchaki kuzatuvchi sifatida emas, balki ushbu ilg'or tadqiqotlar va nanoplastik xavfidan himoyalanish texnologiyalari sohasida yetakchi sifatida namoyon eta oladi. Savolingizga javob bera oldim deb umid qilaman. Men yana shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, mutlaqo har bir insonning qo'lidan keladigan ishlardan biri bu xabardorlikni oshirish. Hatto oddiy odam ham, ko'pchilik bu ko'zga ko'rinmas muammodan bexabar. Mikro va nanoplastik deyarli hamma joyda bor, lekin biz uni ko'rmaymiz. Shuning uchun odamlar, bu unchalik katta muammo emas-ku deb o'ylaydi. Ammo bu muammo. Siz ma'lumotlarni ko'rdingiz, nimalar haqida gapirganimizni eshitdingiz. Muammo haqiqatan ham ko'zga ko'rinmaydi, lekin keling, uni ko'rinadigan qilaylik. Buning uchun kechki ovqat paytida oilangiz bilan suhbatlashishning o'zi kifoya. Yoki siz masalan, ommaviy axborot vositalar vakilisiz. Demak, qo'limizdan kelganini imkon qadar yaxshiroq bajaraveraylik. Chunki oddiy odamlar bu haqda qanchalik baland ovozda gapirsa, bu xabardorlikni oshirishga va piravardida muammoning yechimiga olib kelishga yordam beradi. Tashabbus har doim ham yuqoridan pastga tushmaydi. Ba'zan o'zgarishlar pastdan yuqoriga ko'tarilishi kerak. Bu esa bizning, insonlarning qo'limizdan keladigan ish. Katta rahmat. Yana savollar bormikin deb qarayapman. Eng oxirgi qatordagi ayol birinchi bo'lib qo'l ko'tardilar. Marhamat, sizni eshitamiz. Katta rahmat. Haqiqatan ham qiziqarli muhokama uchun tashakkur. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Muhokama qilingan ayrim yechimlar haqida o'ylar ekanman. Hozirda muzokaralar bosqichida turgan plastik ifloslanishi bo'yicha global shartnomaning kelajagi yuzasidan munozara ishtirokchilarining fikrini bilmoqchi edim. Ayni damda plastik ifloslanishini to'xtatishga qaratilgan shartnoma bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Hujjatda esa nanoplastik umuman, mikroplastik esa yuzaki tilga olingan, xolos. Shu sababli bunday shartnoma siz ko'targan muammolarning ayrimlarini hal etishda qanday o'rin tutishi mumkinligi haqidagi fikringizni eshitmoqchiman. Rahmat. Xo'p, javob berishga harakat qilaman. Albatta, bunday shartnoma tuzilishi yaxshi deb hisoblayman. Chunki u hech bo'lmaganda okean va biosferaga yangi plastik tushishining oldini oladi. Ammo shuni ham aytishim kerakki, men bilishimcha, bu shartnoma bo'yicha muzokaralar 3 yildan beri davom etayotganiga qaramay, biz hali ham bir natijaga erishganimiz yo'q. Umid qilamanki, ular tez orada qandaydir muvaffaqiyatli yakun topadi. Lekin tasavvur qiling, mana shartnoma ma'qullandi va biz okeanga plastik tashlashni bas qildik. Bu shubhasiz yaxshi qadam, biroq Jon va ayniqsa Sasha aytganidek, shu paytgacha atrof muhitga tashlangan 10 milliard tonna plastik muammosi bor. U parchalanib boryapti va shu miqdorning o'ziyoq bizga ko'plab muammolar tug'dirishga yetarli. Shu ma'noda nazarimda bu shartnomaning o'zi kifoya qilmaydi va biz boshqa bir yechim o'ylab topishimizga to'g'ri keladi. Bugungacha tashlangan plastikni nima qilish kerakligi haqida. Hozircha esa buni qanday amalga oshirish borasida hatto ilmiy tasavvurga ham ega emasmiz. Shunday ekan, bunday shartnomalar hozircha biroz barvaqt deb o'ylayman. Ammo biz deylik, bu muammoni anglash va tadqiq etishga katta mablag' yo'naltirishni boshlash uchun umumiy irodani namoyon etishimiz kerak. Katta rahmat. Keyingi savol uchun qizil ko'ylakli xonim qo'l ko'tardi. Rahmat. Bunday sermazmun sessiya uchun katta rahmat. Siz avvalroq biz uchun mikro va nanoplastikning xavfsiz darajasi yo'q deb aytdingiz. Ammo voqelik shundaki, undan hech qayerga qochib qutula olmaymiz. Buni o'zingiz ham aytib o'tdingiz.
Shuningdek, siz ba'zan amaliy harakatlar aynan quyidan yuqoriga yo'naltirilgan tashabbuslar tufayli boshlanishini qayd etdingiz. Menga qiziq, agar aytaylik quyidan bosim yetarlicha kuchli bo'lsa, agar biz qonunchilik, qoidalar orqali minimal xavfsiz me'yorlarni belgilab, yuqoridan faolroq harakatlarga erisha olsak, nima deb o'ylaysiz? Kelajakda turli polimer turlari uchun qandaydir xavfsiz diapazon yoki limitni belgilab olamizmi? Keling, shu savolga o'zim javob bersam. Boshda aytganimdek, muammo shundaki, muammoning o'zi ko'zga ko'rinmaydi, tushunyapsizmi? U jismonan ko'rinmas. Qolaversa, bu fanlar aro masala bo'lgani uchun boya aytganimdek, siyosiy dogmatik doktrinaga daxl qiladi. Dunyoda shuningdek mana bu yerda, shu binoda, shu Bryussel qavarig'ida siyosiy sarmoyasining katta qismini, masalan, iqlim o'zgarishi faqat qazilma yoqilg'ilarning yonishi tufayli yuzaga keladi degan da'volarga tikkan siyosatchilar ko'p. Nuqta, tushunyapsizmi? Endi siz ularning oldiga sog'liqqa zarar yetkazadigan qandaydir nanoplastik va mikroplastik bor degan nazariya bilan borsangiz, buni hali hech kim o'z ko'zi bilan ko'rayotgani yo'q-ku. Albatta tadqiqotlar bor, lekin muammo hali unchalik sezilarli emas. Ayni paytda bu ularning doktrinasini chil-parchin qiladi. Ular qarshilik ko'rsatishga urinishadi, chunki bu aslida kamida 1 yoki 2-10 yillik davomida ular o'z saylovchilariga butun haqiqatni aytmaganini tan olish degani bo'lardi. Bu ilg'or yigitlar shunchaki o'z elektoratini ushlab turishga urinishadi. Ular o'zgarishlar zarurligini tan ola olmaydilar. Men o'zim korporativ biznes sohasidan chiqqanman. Men uchun hammasi oddiy. Agar kompaniyamizning strategiyasi bo'lsa-yu, vaqt o'tib uni takomillashtirish kerakligi ayon bo'lsa, biz uni olamizda takomillashtiramiz. Ammo ayrim siyosiy tarmoqlar, siyosiy partiyalar uchun ma'lum bir yo'nalishda ketayotib, keyin hamma narsani o'zgartirishga to'g'ri kelsa, bu ular uchun mag'lubiyat hisoblanadi. Ular bundan yangi imkoniyat sifatida foydalanish o'rniga shunchaki qo'rqishadi. Shu sababli javobimni yakunlar ekanman. Menimcha, turli partiyalardagi siyosatchilarni ishontirish uchun pastdan yuqoriga ancha kuchliroq bosim bo'lishi kerak. Chunki Yevropa ittifoqida afsuski majoritar tizim yo'q. Bu yerda 5, 6, 7, 8 ta siyosiy guruh bor va siz ularning hammasi orasidan ko'pchilikni topishingiz kerak, tushunyapsizmi? Atlantik okeanining narigi tarafida bu ehtimol ba'zan biroz osonroqdir, Buster Burns. U yerda sizlarda asosan 2 ta partiya bor va ular bir-birini almashtirib turadi. Bu jamoatchilik uchun ushbu muammo haqida yanada balandroq ovozda bong urish uchun ajoyib imkoniyat. Mening javobim shu. Rahmat. Yaxshi, xavfsiz me'yorlar haqidagi savolga javob bersam, bu yerda bir narsani tushunish muhim. Gap shundaki, plastik misolida qandaydir o'tkir, bir martalik ta'sir haqida so'z borayotgani yo'q. Axir hozir siz nafas olayotgan plastik miqdori unchalik ham ko'p emas-ku. Ammo shundaki, plastik vaqt o'tishi bilan organizmda to'planib boradi. Xavfsiz me'yorlar bilan bog'liq chigallik ham aynan shunda. Chunki uning miqdori kam bo'lsa-da, siz har kuni, har nafas olganingizda uning ta'siriga uchraysiz. Yillar davomida u to'planib, oxir-oqibat muammolarni keltirib chiqara boshlaydi. Xavfsiz me'yorlarni aniqlashning asosiy qiyinchiligi ham ana shunda. Albatta, hozir biz bu me'yorlarni shunchalik past belgilashimiz mumkinki, butun umr davomida to'planishini hisobga olganda siz mayli bu arzimas ekan deyishingiz mumkin. Ammo menda bu borada aniq ma'lumotlar bo'lmasa-da, shunday fikrdamanki, bu me'yorlar shunchalik past bo'lardiki, ularga erishishning amalda iloji bo'lmas edi. Shunday ekan, nazarimda hozirgi vaqtda hech bo'lmaganda ushbu mavzudagi zamonaviy ilmiy bilimlarni inobatga olganda, biron bir xavfsiz me'yorlar mavjud emas. Buni aytishdan afsusdaman, lekin bugungi kundagi haqiqat shu. Marhamat, professor. O'rinli savol bor. Agar plastik biz uchun bunchalik xavfli bo'lsa, nega biz ota-bobolarimizdan uzoqroq umr ko'ryapmiz? Nega deysizmi? Chunki plastik na sizni, na bizni o'ldiradi. Plastik o'ldirmaydi.
Aksincha, u bizga uzoq, lekin juda ko'p kasalliklar bilan yashashga sharoit beradi. Plastik biz duch kelayotgan kasalliklar sonini ko'paytira oladi. Hatto go'daklarda ham. Chunki bugungi kunda chaqaloqlarda ilgari umuman kuzatilmagan ko'plab xastaliklar aniqlanmoqda. Shuning uchun bu savolning javobi quyidagicha. Plastik o'ldirmaydi. Plastik sizda kasallikni qo'zg'atadi, lekin o'ldirmaydi. Rahmat. Katta rahmat. Oxirgi savolga vaqtimiz bor deb o'ylayman. Anavi xonim, ha, marhamat. Ha, siz. Savolim juda qisqa. Psixolog sifatida sizning tajribangizga asoslanib, nanoplastik va jamoat ruhiy salomatligi sohasidagi psixologik buzilishlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazmoqchi bo'lsam, bunday tadqiqot uchun qanday o'zgaruvchilardan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Aytishim kerakki, men Albaniyadanman va bizda bunga ehtiyoj katta. Shuning uchun fursatdan foydalanib, atroflicha javob olmoqchiman. Men yuqorida aytib o'tgan va konferensiyamizning asosi bo'lgan hisobot bilan tanishib chiqishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Ushbu hisobotda 100 dan ortiq taqrizdan o'tgan maqola va ularning tahlili bilan tanishishingiz mumkin. Bu sizga mazkur mavzu bo'yicha o'z tadqiqotingizni boshlashga va barcha manbalar bilan ishlashga yordam beradi. Texnik guruh hisobotni ekranga chiqarsa minnatdor bo'lardim. Siz skrinshot qilib olishingiz mumkin bo'lardi. Pastor Burns, yakuniy so'z bilan chiqishni istamaysizmi? Avvalo, mikro va nanoplastik muammosining dolzarb masalaga aylanayotgani meni juda ruhlantiradi. Allatra, Marina va Qo'shma Shtatlardagi ajoyib jamoa sharofati bilan men yaqinda bu ulkan va real muammodan xabar topdim. Allatraning nanoplastik bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlari esa meni g'oyatda tashvishga soldi. Bugun hayotda mana shunday ajoyib, hurmatli olimlarning o'tirgani va odamlarning bu muammo bilan shug'ullanayotgani juda quvonarli. Biroq bir yozuvchi aytganidek, ayni bir ishni takrorlab, boshqacha natija kutish bu aqlsizlik. Shu bois, janobi oliylari, bugungi tadbir men uchun ushbu ma'lumotni butun dunyoga, ayniqsa AQSh hukumatining yuqori deputatlariga yetkazish, Yevropa ittifoqi va turli mamlakatlardagi hamkorlarimiz bilan ishlashni davom ettirish hamda tobora kuchayib borayotgan ushbu o'ta real muammoga yechim topishga urinish uchun zarur bo'lgan bir vositadir. Shunday ekan, ushbu tadbirni tashkil etganingiz uchun sizga ulkan minnatdorchilik bildiraman. Allatraning ajoyib olimlariga, Marinaga, go'zal jamoaga, shuningdek, birlashayotgan butun dunyo ahliga o'z tashakkurimni aytaman. Siz olimlar, jurnalistlar buni eng ustuvor vazifaga aylantiryapsiz. Boshqalarni qutqarish uchun o'z obro'yingizni garovga qo'yishga tayyor turishingiz ayni ma'naviy diplomatiyaning o'zidir. Axir bularning bari hali tug'ilmagan go'daklar uchun qilinyapti. Neyrobiologlar, Alzgeymer kasalligi bo'yicha tadqiqotlar va ushbu ajoyib muhokama davomida mikro va nanoplastikning ta'siri haqida biz bilib olgan barcha ma'lumotlar tufayli insoniyat hayotini haqiqatan ham yaxshilash mumkin. Shu sababli tadbirni tashkil etganingiz uchun katta rahmat. Katta rahmat. Men ham avvalo taklif etilgan barcha ekspertlarga chinakamiga qimmatli hissasi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Barchamiz oldimizda naqadar jiddiy vazifa turganiga ishonch hosil qildik. Bu global muammo. Bu shunday yangi hodisa, yangi unsurki, dunyo hali u haqida o'ylashga va o'zining risk menejmentida buni hisobga olishga odatlanmagan. Bu borada albatta global miqyosiga muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar talab etiladi. Va men ushbu mavzuni Yevropa parlamenti minbarida ko'tara olganimizdan juda xursandman.
Ishonamanki, biz bu yo'nalishdagi kurashimizni davom ettira olamiz. Qatnashgan, yordam bergan barchaga va albatta ma'ruzachilarga yana bir bor katta rahmat. Tarjimonlarga ham tashakkur. Rahmat.